Assalamu alaykum, mısranım tور bekitimizдің aziz iştirakçıları, qadrli görürmenleri. Sırbaşlar gözüge programımızı görüşünlerine karşı alımız. Programımızın 4. sonu arkalık yeni sizlerden yüz görüş fırsatı iyi bolğanlığımdan intayın hoşalman. Qadrli görürmenler, biz bu son programımızda erli-şunaslık kasbı boyunca közgü görüngen mutaxassis. Şinjandaki közgü görüngen 10 münevver yaşından beri. Şundaqla Apnam rayonimizdagi Bo'g'di doktorxonasining qurg'uvchisi ham bosh qurg'uvchisi Erkin Hashim bilan izdinish va hayat temizida suhbatlashmoqchimiz. O'rganganni ishiltish haqida o'ylanishimiz kerak. Hech qachon urush qatnashib boqmagan generalning generalligi bo'lmaydi. Masalan, men oldin bir yigit kelganda, taniq bir oliy maktabning taniq kasbini bitiribdi. Mana shu deydigan ish deydi. Mening qo'limdan keldi dana. Desam, men olamsiz, olmaymiz. Jamiyat intayin çoğun bir kompüter okşaydı. Hayatını layilep yaşaş bilen, layilme yaşaşının neticesi intayin zor bir amalık. İşsizleşinin özün bizim nispeten bir çiğnemiş. Övgünüş ömürlük iş. Ama mağaripinin özü, terbiyeleşinin toktaydığa vakti oluş gerek. Tügeydiğa vakti oluş gerek. Ve ben bağı siz yardımlaşıp bağı doktorxanasının 6 doktorxanasını 16 aylandırıp 15 dostluğa bir mesleğet neyme dese. Biz iş kılışının dersleri lan. Markanın ne kadar kadir kıymetli narsa ekanligini bilishimiz kerak. Geldiğinden ibaret hazırki dünyada intayın meşhur kompüter şirketi meydana keldi. Mısranım Tورى. Indiga yaxshi. Mısranım degan bir siliq. Mısranım deymiz. Bizning o'xshaydigan bir tomchi ta'rim bo'lsa-mu, bo'g'da deb atalgan shu daraxtning tugida o'tirgan. Eng zo'r qiymat nada desa, uning xaridorlar qalbidan o'rin olgan Alloh taolo mo'jiza qilgan bu dunyo har bir odamga o'zining aqli yetmagan darajada mo'jizalarni ato qilish mumkin. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchimiz Mısrانım Tور bekdi. Mısrانım. Bu temadagi suhbatga qiziqsanglar, diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Erkin Hashim Şinjan Bo'g'di doktorxonasining qurg'uvchisi va bosh qurg'uvchisi. Erli-shunaslik kasbi bo'yicha ko'zga ko'ringan mutaxassis. U hozir Şinjan Bo'g'di doktorxonasining lideri. Junghwa erlar kasalliklari ilmiy jamiyatining Şinjandagi fuqaroviy doktorxonalar ichidagi birdan-bir hayati. Mamlakatlik jinsiyat tibbiy ilm jamiyatining doimiy hayati. Jungu doktorxona jamiyati xususiy doktorxona sho'bi jamiyatining doimiy hayati. Şinjan xususiy doktorxona boshqarish jamiyatining muavin boshlig'i. Şinjan tibbiy ilm jamiyati erlar kasalliklari sho'bi ilmiy jamiyatining doimiy a'zosi. Urumchi shahri Tianshan rayonlik siyosiy kengashining a'zosi. Urumchi shahri Tianshan rayonlik tibbiy ilm jamiyatining muavin boshlig'i. Erkin Hashim 1991-yili Beijing tibbiy universitetining kelinki kasbini a'lo natija bilan bitirib, Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik xalq doktorxonasiga xizmatga taqsim qilingan. 90-yillarning boshlarida Şinjan tibbiy ilm sohasida erlar kasalliklari ilmiy deg'i amdili boshlangan bo'lib, bu sohada maxsus tibbiy xodimlar kamchilik bo'lib qolmay, yana jamiyat e'tirof qilgudek nufuzli erlar kasalliklarini davolash organi texi qurilmagan edi. Erkin Hashim bu ahvollarni astoydil kuzatib va his qilib 1997-yili xizmatidan istifa berib, o'z oldiga bir doktorxona qurishga bel bog'lab, o'zining mustaqil iyilik yaratish orzusini reallikka aylantirish tunji qadamini muvaffaqiyatli bosdi. Şinjan Bo'g'di doktorxonasining bosh shtabi Urumchida ta'sis qilingan bo'lib, Urumchini markaz qilgan holda ko'piy sistemasidagi ilmiy tadqiqot va davolashni asos qilib, Aqsu, Qashqar, Xotan, Qucha, Yakin qatorliq joylarga bo'g'dining urug'larini chashdi. Erkin Hashim 2004-yili 10-oyda 6-qatimliq Şinjan bo'yicha ko'zga ko'ringan 10 munavvar yosh va avtonom rayon bo'yicha 100 igrik tiklash cho'lpini nomiga erishdi. 2006-yili 10-oyda Changjiang Soda universitetini bitirib, boshqarish ilmi bo'yicha magistrlik unvoniga erishdi. 2009-yili 5-oyda Urumchi shahri Tianshan rayonlik tunji navbatlik 10 munavvar yosh igrik tiklaguvchi cho'lpon sharafiga erishdi. Erkin Hashimning jinsiyat va ruhiyat, erlik sog'lomlikning kafolati, bozor iqtisodi va hozirgi zamon doktorxona boshqarish qatorliq kitoblari nashrdan chiqib, keng o'qirmanlarning va og'riqlarning qalb sahnasidan yuqori o'rin oldi. O'g'inish va istiqbol, jinsiyatning sirliq niqobini echish, erlik-shunaslik ilmiy to'g'risida qatorliq ilmiy dokladlari qizg'in qarshilashga erishib, doklad anglaganlar 100 ming odam qitimdan eshib, nurg'un yoshlarning qalb tarsini chekdi. Erkin Hashim qalbiga go'zal g'oyalarni pukib, o'zining o'tliq istaklari va ishtihodliq tirishchanligi orqali nurg'un yoshlarga ulgu bo'lyotdi.
u o'zining borlig'ini jamiyatga, kasbga va Şinjangdagi har millat xalq ommasining sog'lomlik ishlariga beg'ishlab, tavranmas bir obidani tikladi. Uning yoshlig'i, go'zallik va taqdim qilish bilan to'lgan haqiqiy ma'nodagi yoshlik bo'lib, bu yoshlik texmi go'zal va yorqin nurlarni chashqusi. Assalomu alaykum Erkin aka. Va alaykum assalom. Avval sizga qimmatli vaqtingizni ajratib programmamizga qatnashib kelganingiz uchun Mısranım Tore guruhiga barliq a'zolar nomidan chin ko'ngildan rahmat aytaman. Rahmat. Sizga rahmat. Mısranım Tore guruhidagi qarindoshlarningki shundaq bir sharoitni yaratib berganligiga, shundaq bir fursatda Mısranım Tore'da turdashlar bilan hayot masalalari haqida so'zlash fursatiga erishganligimdan men xursandman. Hammaga rahmat. Siz davrimizdagi erlikshunaslik kasbi bo'yicha ko'z ko'ringan mutaxassis, shundaqla Bog'da doktorxonasidan iborat yuqori texnikalik mulozimat korxonasining boshqaruvchisi va qurg'uvchisi bo'lib sifatingiz bilan Şinjangdagi 10 munavvar yosh bo'lib baholanib keldingiz. Shundaqla yoshlar orasida o'zining izdinish ro'yi orqali utuq qozonuvchi deb ta'riflanib kelyapsiz. Undaq bo'lsa Erkin aka, sizningcha shu utuqli hayotga erishish uchun eng muhimi qaysi omil deb qaraysiz? Avvalan maqtovingizga rahmat. Men o'zimni texnik utuq qozondim deb qaramayman. Zamanninki yurtdoshlarning talabidan texjiroq. Azdir ko'p utuq qozondik degan taqdirdimi, biz doğruluqlar bir guruh odamning o'rtaq tirishchiligimizning natijasi. Ammo mayli qanday bo'lishdan qat'iy nazar, hozirgi maktablarda o'qiyotgan yoki maktab bitgan bolalar qarg'an vaqtda biz bir ko'proq ishlarni qildik. Biz shu davrdan kelgan, shuning uchun do'stlar bilan bu tarafdagi ba'zi bir xiyollarimiz, ta'sirotlarimizni fikr almashtirishni xohlaymiz. Hozir davr o'zgaryapti. Biz burun o'tgan davrlar 5 yil, 10 yil yaqin burungi davrlar bilan hozirgi davr o'xshamaydi. Shuning uchun bizning deganlarimiz yoki bizning ko'rsatgan atalmish maslahat, aqllarimiz hozirgi zamonga cho'qim to'g'ri kelishini atayin. Ammo odamlarningki muhim bir alayidligi keyingilar oldingilarningki izini besib ortiq yo'llar bo'lsa joriy qildirib, qonunlar bo'lsa tuzitib amal va qisqa vaqtda ko'plab utuq qozonish odamlarning bir o'rtaq alayidligi. Shuning uchun biz ba'zi bir ko'z qarashlarimizni bundan fikrlasak, siz boyda o'tgandek agar bir odam utuq qozonman deydi ekan, mening ko'z qarashimda oldi bilan shu bir tarixiy davr intayin muhim. Masalan, burungi vaqtda shaxsiylarningki yüzünü ve köz düşüye çekilindiğen, mesela planligi davrlarda qancha tirishgan bilanmi kishilarning utuq qozonish fursatini aytgan bo'ldi. Islohot o'tishdan keyin hozirgi bo'lib bozorlashgan, xalqaro yuzlangan shundaq bir davrda nurg'un yoshlar, nurg'un bizningki kishilarimiz amaliyotda utuq qozonish imkoniyatiga ega bo'lgan bir davrda yashayapti. Shuning uchun amaliyotda nurg'un yoshlarimiz, nurg'un kishilarningki utuq qozonish qiyin imkoniyati bor. Shuning uchun birinchi davr intayin muhim. İkinci bir tarafnetqa vaqtda har bir odam o'zi tug'ilgan oila, o'zi yashagan muhit, o'zi yashagan rayon, o'zininki tug'um alayidligiga qarab ba'zi bir atalmish obyektiv ortiqchiliklarga ega bo'ldi. Shuning uchun shu ortiqchiliklarni amalning barcha yaxshi joriy qildirish kerak. Faqat o'zida unday imkoniyat bo'lmagan ahvol ostida uni joriy qildirmadi, qiynashni imkoniyati yo'q. Uchinchi bir tarafdan intayin muhim masala hammamizga ma'lumki izdinish ro'yi. Tirishchilik. Tirishsan topasan deymiz. Tirishgan odamlar, tirishmagan odamlar qaragan odamning ahliyatmagan darajada yaxshi utuqlar qozona oladi. Buning ichida eng muhim narsa tirish deganimiz nima desa, o'rganish deganlik. Biz bu dunyoga kelgandan keyin amaliyotda hamma narsani o'rganadigan gap. O'rganish odamning hayotida utuq qozonishdagi eng muhim hal qiluvchi omil deb qarayman. Erkin aka deganingizdek, haqiqatan o'rganish intayin muhim. Hozir bugungi uchur davrimizda biz yoshlarga nisbatan o'rganish intayin muhim bo'ladi. O'rganishadigan bilimlarmi nihoyatda ko'p. Atrofimizga qaragan bo'lsak, nurg'ulg'an yoshlarimizni o'zining yo'lini tepib tirishayotganlar, utuq qozonayotganlarmi nurg'ulg'an. Lekin ba'zi yoshlarimiz o'rganadigan shu masalalarning ko'pligidan qanday o'rganish, qanday tanlab o'rganish, qaysi yo'ldan o'rganishni bilmay tangirqab qolayotgan yoshlarimiz intayin ko'p. Undaq bo'lsa, siz shu o'rganish usuli, yo'l to'g'risida turdoshlarimizga qisqacha tushuncha berasiz. Bo'ladi. Savolni so'ray olganligingizning o'zida sizningki o'rganish haqida tegishli o'ylanishda bo'lganligingizni tushuntirdi. Bunda deyishimdagi sabab, men zamondoshlar bilan fikr almashtirish jarayonida xeyli jiqilgan
cho'ng ziyolilar orasidami amaliyotda o'rganishning o'zi haqida o'ylanmaganlarning ko'pligini his qildi. Biz burungi vaqtlarda o'rganish intayin muhim, masalan bizdan burungi cho'nglarni desak, o'rganish intayin muhim deydigan bir tarbiyada cho'ng bo'lgan. Keyingi vaqtda islohot etishdan keyin bir qismcha o'rganmagan, bilimi ko'p bo'lmagan kishilarmi iqtisod, siyosat va boshqa sohalarda futuq qazanib, cho'ng natijalarni qo'lga keltirganligi uchun ilm asqatmaydi. Ya'ni o'rganganning nimaga foydasi bor? Deb o'rganishni tashib etadigan bunday bir ijtimoiy iqlimni o'rtaga chiqdi. Shuning uchun biz bugun kunda meningcha yoshlar orasida o'rganishning o'zi haqida o'ylanishni biz o'rtaga chiqarishimiz va har bir odam o'rganishning o'zi haqida astoydil o'ylanishi kerak. Yaqin bir necha yildan buyon xalqaro shu yumaloq jo'za ma'rif fondi jamiyatida bir tarbiyalash o'rnida o'rganish qilyapman. Bularda bir muhim tushuncha nima desa, o'rganish umrlik ish. Ammo ma'rifning o'zi tarbiyalashning to'xtaydigan vaqt bo'lishi kerak, tugaydigan vaqt bo'lishi kerak deydigan bir ko'z qarash bor. Ya'ni har bir odamga biz qanday o'rganishning amalini o'rgatib qo'ygan vaqtimizda ma'rif shu vaqtda oxirlashadi. Shu vaqtda bu odam o'zi o'z oldiga tayinib mang'alaydi deb qaraydi ekan. Endi o'rganish haqida nimalarni o'ylamaymiz, nimalarni deyishlaymiz degan deyishlik gapni aytmoqman. Bunun ichidagi eng muhim bir necha masala meningcha bundaq. Eng muhim masala nima desa, biz nima ish qilganmiz? O'rganmasak ham bo'ladi. Bu savolning kelib chiqish manbasi nima desa, o'rganish asqatmaydi degan savolga javob berish uchun. Albatta, bizning jamiyatimizda nihoyat nurg'un o'rgangan, intayin bilimli odamlar ichida turmush saviyasi toza yetarli emas, kishilarning hurmatiga toza zarar bo'lib qolmayotgan, bunday kishilarni oz emas. Nurg'un professor, nurg'un bilimli odamlar ichida. Ancha ko'p o'rganmaganlar ichidami nurg'un zo'r utuqlarni qozonganlar bor. Shuning uchun ba'zi yoshlar orasida o'rganganning nimaga foydasi bor, o'rganishning kimga foydasi bor deb qaraydigan bunday bir ko'z qarash iqlimmi oz emas. Menimcha o'rganish bilim amaliyotda hamma odamga lozim. Men o'rta maktab, oliy maktablarda leksiya so'zlagan vaqtda shu yosh do'stlarga shunday bir savolni qo'ydim. Biz oldi bilan o'rganishning kimga foydasi yo'q, o'rganishning kimga yordami yo'q degan savolga javob berishimiz kerak. Amaliyotda biz onamizning qo'shrog'iga tushgandan tortib hamma narsani o'rganamiz. Biz gap qilishni o'rgangan, yo'l minishni o'rgangan, kiyim kiyib kiyishni o'rgangan, tomoq yeyishni o'rgangan, uxlashni o'rgangan, hatto kishilar bilan har xil usulda muomala qilishni o'rgangan, urush talash qilishni o'rgangan. Bizni o'rgangan hech qanday narsamiz yo'q. Buning ichida ba'zi kishilar jamiyatniki biroz yuqori qatlamda yashaydi. Yuqori saviyalik, yuqori tarafda yashaydi. Ba'zi kishilar biroz to'lan qatlamda turmush qiyinchiligiga qarab yashaydi. Shunda bo'lganda eng to'lan qatlamda yashaydigan odamlar meningcha divanimikin deyman, tilamchi. Ammo tilamchilarga amaliyotda tegishli bilim lozim. Nada turib, qanday shaklda kimlardan tilisa yaxshiroq hadiyaga erishgan bo'lganligini ba'zilar biladi, ba'zilar bilmaydi. Tilamchilik lozimkan, dehqonga lozimmi? Albatta lozim. Hozir nurg'un zamonaviy terixchilik qiladigan dehqonlar bor. Biz yozlarda ancha-muncha aylangan vaqt ko'rdik. Ba'zi etizlar yaqin. Bu vaqtda bizning ziroati shunday o'xshab ketgan. Uning yendikisi o'xshamagan. Sababi nima desa, bu vaqtda ilmiy terixchilik qildi. Bu vaqtda shunday qilishni bilmaydi. Barliq kishilarga amaliyotda bilim lozim. Oliy maktabni bitirib, dehqonchilik qilgan, molchilik qilgan va boshqa nurg'un odatli kishilar bilim asqatmaydi deb qarg'an sohalarda o'z kuchini ko'rsatgan odamlar bor. Masalan, men Janubiy Shinjongga ba'zan da'vatam bo'laman. Janubiy Shinjongga uzib qo'ygan yer bo'lsa, sizga uzib qo'ysangiz bo'lsa, uzib qo'ysangiz men o'zim aytib beraman. Janubiy Shinjongga borgan vaqtimizda bir yigitni ko'rdimda men. Bu yigit shu oliy maktab bitirib yezida orgu so'rab, azroq pul topgandan keyin agronom akashlardan uzum o'stirishning texnikasini o'rganib, nihoyat qimmatli Amerikadan import qilingan bir xil uzumni yezig'i tikib qalbi qazanibdi. Bu yigit qisqa vaqtda yezig'ida 200 ming qo'y pul topgan shunday bir atalmish dehqonchilik korxonasini barpo qildi. Demak, bu bilimli dehqon.
bilishimcha bilimchidimi shu o'rmonchilik nurg'un sohalarda o'zining bilimiga tayanib natija qozongan odamlar bor. Shuning uchun amaliyotda bilim har qanday odamga lozim. Amaliyotda o'rganish yolg'iz maktab qilib bo'ladigan ish emas. Masalan, hozir shu yaqinda oliy maktab imtihoni oxirlashdi. Ba'zi bolalar balkim oliy maktabga kirish o'tib bitirib oliy maktabga kirish imtihoni oxirlashdi. Ba'zilar balkim imtihondan keyin o'rganishimiz oxirlashdi qolgan bo'lishi mumkin. Unda qanday bilim yolg'iz maktab qilib emas. O'rganish jamiyatning hamma bo'lmuş qahliqda. Hayotimizning hamma taraflariga singgan bo'ldi. Ba'zilar tiz holatda o'rganadi. Masalan, kishilar bilan muomala qilish, har xil ayyansiz qobiliyatlar. Ba'zilarning o'rganish sur'ati oz bo'ldi. Tiz o'rgangan, tiz ilgirligan odamlarning qobiliyati yaxshi bo'ldi. Bunday odamlarningki turmush holati davrga qo'shgan to'kpisi cho'ngroq bo'ldi. Shuning uchun o'rganish masalasida biz oldi bilan o'rganmasam bo'lamdi degan savolni qo'yib, uni rad qilishimiz kerak. Ya'ni o'rganish har birimizga lozim. Ham o'rganish mangulik tema. Biz qanchalik yashaysak, tinig'imiz tugab ketguncha amaliyotda biz o'rganish ichida yashaymiz. Bu bir muhim savolga javob berib qo'ygandan keyin, o'rganish kimga chiqadi, o'rganishning nimaga lozim bor degan bir savolga javob berib qo'ygandan keyin biz ikkinchi bo'lib, biz nimalarni o'rganishimiz kerak? Unda o'rganish shunchalik muhimki, biz bu hayotimizni nimalarni o'rganamiz degan savolga javob berishimiz kerak. Hayotimiz biz hamma narsani o'rgangan deb, ham buning ichida har bir yosh bolaga nisbatan aytganda, bolalik vaqtidan tortib jiddiy qarashga tegishli, o'rganishga tegishli narsalar bor. Oldu bilan biz o'rganadigan intayin muhim narsa nima desa, biz sog'lomlikni o'rganishimiz kerak. Men doim maktablarda shu gapni degan vaqtimda yosh do'stlar kulib turdi. Sog'lomlikni o'rganib oladigan narsa deb amaliyotda o'rganib oladigan narsa. Ya'ni olimlarning tadqiq qilishicha, inson sog'lomligining mutlaq ko'p qismi uningdagi to'g'ri yashash usulidan kelgan. Biz to'g'ri bo'lgan yashash usulini egallagan vaqtimizda sog'lom holda uzun umr ko'rishni o'rganamiz. Shuning uchun sog'lomlik odam uchun aytganda eng cho'ng boylik. Biz oldindan sog'lomlikni o'rganishimiz kerak. Albatta sog'lomlik yolg'iz jismoniy sog'lomlik emas. Yana bizdagi psixik sog'lomlikni imtiyoz. G'arib davlatlar taraffi qilgan allarda boshlang'ich maktabdan tortib to'liq o'rta oliy maktablarda yoshlarningki, o'quvchilarningki shu psixik jihatdagi sog'lomligi intayin zo'r e'tibor qilinadi. Ularda bir xil haqqoniyat tuyg'usi, bir xil hamkorlik ro'yi, bir xil botirlik, bir xil kuyimchanlik, bir xil minnatdorlik tuyg'usi, qatorliq o'ziga o'zi ega bo'lish, mas'ul bo'lish, mas'uliyatchanlik qatorliq tuyg'ularni yetkazishga alohida e'tibor bergan. Bizning hozirgi imtihon umrini asos qilgan ma'rifat sistemimizda bu xil mexanizm taklifligini yo'q. Ammo menimcha har bir odam utuq qazanaman deydi ekan, qalbisida bu xil psixik safa, yuzidagi bu xil psixik holat intayin muhim. Bizda ana shunday psixik safa bo'lgan vaqtda biz kishilar bilan hamkorlasha olamiz. Hamkorlik bo'lganda onamdan keyin ba'zi ishlar o'zlik chiqarib bo'ladi. Bu menimcha o'rganishdagi birinchi muhim masala. O'rganishdagi ikkinchi biz o'rganadigan muhim masala nima desa, biz kishilar bilan muomala qilishni o'rganishimiz kerak. Odam ijtimoiylashgan maxluq. Biz yolg'iz yashamaymiz, yakkaligani. Biz kishilar bilan yashaymiz. Odamlar bilan yashagan ekanmiz, bizda cho'qim kishilar bilan qanday usulda muomala qiladigan bir alohidlik qilish kerak. Hozirgi yoshlarimizni men ko'rsatsam, bu xil alohidlik to'g'ri yetarli emas. Bizning burun ko'chirmada bu xil alohidlik yaxshi edi. Biz o'zaro bir-birimizga yo'l qo'yadigan, hamkorlashib, ma'lum bir ishlarni vujudga chiqara oladigan hamkorlik ro'yini o'rganishimiz kerak. Bu xil ijtimoiy aloqa qilish iqtidorimi uzoq mezgillik chiniqish orqali ondan ish qiladigan masala. Uchinchi o'rganishga tegishli narsa nima desa, insonning til qobiliyati yoki aloqa qilish jarayonidagi bir xil o'zini tushundirish va boshqalarni tez orada tushunish qobiliyati. Masalan, biz Uyg'ur yoshlarga nisbatan aytganda, ona tilimizni to'liq o'rganishimiz, barliq terminlarni lozim bo'lganda chiqib ishlatadigan bo'lishimiz kerak. Davlat tili bo'lgan xanzu tilini o'rganishimiz kerak, ingliz tilini o'rganishimiz kerak. Til o'rganishning eng yaxshi fursati yoshlik vaqt. Yosh qancha kichik bo'lsa, til o'rganishga ketadigan jabba, aqldan qancha shuncha oz bo'ldi. Shuning uchun biz yosh vaqtimizda amalda tilga ko'proq kuch chiqarishni bilishimiz kerak. O'rganishga tegishli to'rtinchi muhim masala nima desa,
odatdagi bir ziyoli, odatdagi bir hozirgi zamon odam bo'lish bu odamda zarur bo'lgan ba'zi bir asosiy safolar. Masalan, to'liq o'tirni bitgacha o'tiladigan adabiyot, matematika, ximiya, fizika, tarix, coğrafiya va shunga o'xshaydigan shu ilmiy sistemini biz mayli to'liq maktabda o'qiy olmaylik yoki o'qiy olmaylik. Biz bularni egallashimiz kerak. Bular hozirgi zamon odam bo'lishdagi eng muhim shartlar bo'lib hisoblanadi. O'g'nishdagi 5-chi muhim o'rganadigan narsa nima desa, hozirgi zamonda kerak bo'lgan qoral xarakterlik tildan boshqa, masalan, kompyuter, mashinaydash deganga o'xshash hozirgi zamon zamonaviy yashash usullarini o'rganishimiz kerak. Eng muhim narsa nima desa, biz ma'lum bir xil yashash qobiliyatimizni yoki ma'lum bir xil kasbiy aloyidlikni o'rganishimiz kerak. Bundan keyin barliq odamlar ijtimoiylashgan jamiyatda o'zining tegishli kasbiy ortiqchiligi orqali bir odam hamma ishni qilmaydi. Biz bir cho'ng ishning ma'lum bir bo'lagini tamomlaymiz. Shuning uchun shu tamomlash bilan shu konkret ishda biz o'zimizningki ortiqchiligini to'qil bilim, ko'proq oliy maktab yoki oliy maktabdan keyingi o'rganish jarayonida va yoki xizmat ishlash jarayonida uningdagi yutiladigan bir xil aloyidlik. Shuning uchun o'rganish masalasida biz mana shundoq mazmunlarga alohida ko'ngil bo'lishimiz kerak. Endi o'rganish haqida nimalarni o'rganamiz degan gapni tushunib bo'lgandan keyin qanday o'rganish kerak yoki qanday qilganda yaxshi o'rgangan bo'ladi deydigan bir savol kelib chiqadi. Endi bunda bizningki nurg'un kishilarimiz qancha bir qantara qilsa, qancha jafo cheksa, shuncha bilganga bo'ladi deb qaraydi. Ammo unda emas. Biz xuddi boshqa barliq ishlarga o'xshash o'rganishda bir xil usul, bir xil undiga diqqat qilishimiz kerak. Menimki bilishimcha o'rganishga nisbatan aytgan vaqtda intayin muhim bir harakatlantirish kuchi nima desa, o'rganishga bo'lgan ichimizdan chiqqan bir xil kuyinish, bir xil qiziqish yoki o'rganishning o'zidan rohat olish. Bizning nurg'un yoshlarimiz o'rganishni peshog'raydi. O'rganishni bir xil jafoliq, bir xil qiyinchilik deb qaraydi. Amaliyotda bunday emas. Amaliyotda o'rganish jarayonining o'zidan rohat oladigan nurg'un kishilar bor. Bizningki nurg'un kishilarimiz deydi, odam o'rganish natijasi yaxshi bo'lganda, masalan, maktablarda o'qiyotgan vaqtimizda deylik, o'rganish natijasi yaxshi bo'lganda, o'rganish natijasi yaxshi bo'lgan bolalar o'rganishga qiziqadi. Amaliyotda men doim bunday deyman. Biz o'rganish natijamizni yaxshi qila olgan vaqtimizda ondan o'rganishga bo'lgan bir xil qiziqishimiz shakllanadi. Bizningki shu arlikshunoslikda bir cho'ng olim darajalik bir kishi bor, Tansuyningda. Bu kishining yozgan bir kitobida bundaq bir jumla gap doim esimdan chiqmaydi. Buningda o'rganishga bo'lgan qiziqish faqat o'rganishning o'zi tarafidan qo'zg'atildi. Jahillik, bilimsizlik odamni jaholat qorong'uligiga boshlab bordi deb yozgan. Ya'ni o'rganib ketib turadigan, ajab chiqmas bilmadim, jiqilgansan bo'ldi, tirishsan bo'ldi deydiganlarning ko'pinchisi bilimli odamlar. Yoki bilim bo'lgan vaqtda andin odamda bir xil o'rganishga bo'lgan havas shakllandi. Qancha bilimsiz qolgan odam o'rganishni beparvo qaraydi. Shuning uchun biz ancha qiynalmay ma'lum mezgil ichida jafoni yengib biroz bilim sohasida ilgarilayotgan vaqtimizda o'rganishga tabiiy holda kirishib ketalaymiz. Xuddi hozir qo'ygan kompyuter o'ynagan yoki dant o'ynagan yosh bolalar to'lashqanga o'xshash o'rganishning o'zidan rohat oladigan bir xil tuyg'u shakllandi. Barliq shuni bilish kerakki, bugungi dunyoda barliq ilg'or millatlar dunyoda oldin qadar ketayotgan, masalan, nemislar deymiz, yaponlar deymiz, inglizlar deymiz, fransuzlar deymiz. Shunga o'xshagan barliq zamonning oldida ketayotgan millatlarning hammasida ana shunday kuchli bir ijtimoiy omil mavjud. Nurg'un yerlarga bordik. Nurg'un shu taraqqiy topgan ellarda mayli siz tramvayda bo'ling, avtobusda bo'ling, yo'l yoqasida bo'ling, kishilarning to'xtamay ketib kitob ko'rganligini. Masalan, aeroplan uchayotganda bo'lsin, to'xtamay taraqqiy qilgan ellarda kitob ko'rayotgan odamlarni ko'ramiz. O'rganish qilayotgan odamlarni ko'ramiz. Qaloq shutlarda taraqqiy qilmagan yerlarda o'rganish ro'yining naqadar talan ekanligini ko'ramiz. Shuning uchun o'rganish ro'yining bo'lish bo'lmasligi, o'rganishga bo'lgan bu xil intilish, bu xil qon qizib turadigan bu xil qizg'inlikning bo'lish bo'lmasligi millatning uzun yillik taraqqiyot tarixida sal qarab bo'lmaydigan muhim bir harakatlarni kuch bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun biz har bir yoshda, har bir odamda o'rganishga bo'lgan ana shunday bir xil qizg'inlikning bo'lishini umid qilamiz. Bu
xil qizg'inlik bizniki mayli qanday usulda gunayliq. Amal bor qisqa vaqtda. Amal bor azroq amgak singdirib, amal bor yetarlik qisqa yetarlik vaqtning ichida chiqroq o'rganish natijasiga erishishimizda sal qarab olmaydigan muhim amal bo'lib hisoblanadi. O'rganish haqidagi eng oxirgi bir muhim masala nima desa, o'rganishning tut maqsadi. Amaliyotning o'rganishning hamma odamga lozimligini deb o'tdik. Amaliyot o'rganishning tut maqsadi nima desa, o'rganishning tut maqsad har bir odamning yashash iqtidorini, har bir odamning tirikchilik qilish qobiliyatini, har bir odamning raqobat iqtidorini ustun ko'tarish uchun o'rganishning maqsad. Shu maqsadga yordam qilgan, shu maqsad uchun zarur bo'lgan bilimlarni tirishib o'rganish kerak. Zarur bo'lmaganlarni birini o'rganmaslik kerak. Nima deganda siz boy deganga o'xshash hozir uchur davri. Atrofimiz bilim bilan to'shib ketgan. To'rni shunday qiladigan bo'lsak, hisobsiz uchur informationlarni ko'ramiz. Bu xil uchurlarni biz hammani o'rganadigan bo'lsak, biz hech qanday natijaga erishmaymiz. Shunday bo'lgan. Biz bolalik vaqtlarimizda, hatto biz kichik vaqtlarimizda kitob oldik. Traktorni qanday remont qilishdan tortib, texnik to'g'risini qanday ishlatishdan tortib, kitob o'qib vaqtda shu vaqtga olaylik. Bugungi kunda unday qilishga bo'lmaydi. Odam masalan turib deyman, o'zining hayot nishonini belgilab olgandan keyin, o'zining qaysi sohada qazandiganligini bilib olgandan keyin, shuningga doir bilimlarni o'rganish kerakki, uningga doir bo'lmaganlarning birsiga qarab qo'ymaslik kerak. Masalan, meningki hayot nishonim erlikshunoslik haqida bir mutaxassis bo'lish ham shu doktorxona boshqarish haqida o'zimniki kuchimni idora qildirish. Shuning uchun men shu ikki orbitaga, ikki nishonga mos keladigan kitob material bo'lsa o'rganish qilaman. Uning sirtida hech qanday narsani o'rganmayman. Kishilar masxar qilsin mayli, men bilmasam hech nima bo'lmaydi. Shuning uchun men hammani bilishim kerak emas, ammo o'zimga kerak bo'lgan doiradagi barliq uchur manbalarini bir yerga yig'ib, uni ratlab, o'zimning bilim qurilmasiga aylantirishim kerak. Bu menimcha o'rganish jarayonidagi intayin muhim tushunchalar bo'lib hisoblanadi deb qarayman. Rahmat Erkin aka, boya o'rganish to'g'risida bizni nurg'unlagan amaliy bilimga ega qildingiz. Hozir joylarda oliy maktab imtihoni e'lon bo'ldi. İmtihan bergan o'quvchilarning kemish imtihondan o'tish, o'tolmaslikka bo'lgan, natijaga bo'lgan pozitsiya masalasi intayin og'ir. Unda siz mush fursatdan foydalanib, programma orqali imtihon bergan o'quvchilarga natijaga bo'lgan pozitsiya to'g'risida ozroq maslahat berasiz. Yaxshi savol bo'ldi, paytida so'ralgan. Oliy maktab imtihonsiz qatnashish har bir o'tgan maktabga yosh uchun vaqtda intayin cho'ng bir tarixiy hadis bo'lib hisoblanadi. Ya'ni hayotdagi bir musobaqa. O'tganlar bulutni yaxshi, ko'ngildagidek oliy maktablardan ko'ngildagidek kasb ketganlar xo'shallik bilan oliy maktabga mangadi. O'tmaganlar tek qismning ko'ngli yerim bo'lishi mumkin. Hatto ba'zilar umidsizlanishi mumkin, shundan keyin o'zini tashlab qolib chiqishi mumkin. Ammo men unday qaramayman. Men bayda o'tganga o'xshash odamning bir butun hayoti amaliyotda bir raqobat jarayonidan, bir uzun marafoncha musobaqadan iborat. Oliy maktab imtihonisiga o'talish o'tolmaslik faqat bir qatimliq musobaqada utqanligini tushundirdi. O'tganlarning albatta taqdiri yaxshi bo'lishi mumkin, ammo yaxshi bo'lmaydiganlar bo'ldi. Oliy maktablarga borgandan keyin yaxshi ilm bo'lolmaydigan va yoki tutgandan keyin yaxshi xizmatlarga taqsim bo'lolmaydigan har xil sabablar tufaylidan hayoti o'zi yosh vaqtida o'ylagandek nurli holatda o'tolmaydiganlar bo'ldi. O'tolmaganlarmi? Qayta imtihon berishni tanlasin bo'ldi va yoki jamiyatga chiqib tegishlik o'ziniki o'rnini topgandan keyin qayta o'rganishni tanlasin bo'ldi. Mana shunaqa odamlarni ko'rgan mashhur odamlar ichida marafon cho'gindigan. Bo'libmi taraqqiy topgan allarda ma'rif butunlay aql qo'g'onligi uchun yoshlar azroq o'qib, ishlab turib, yana o'qib, yana ishlab, yana o'qib, bunday qilganlar bor. Shuning uchun menimcha oliy maktab imtihonisiga qatnashishdan avval albatta kelar yil yana qatnashishni tanlaydigan yosh do'stlarimiz bo'lib qolsa, barliq kuch bilan tirishchilik ko'rsatish kerak. Bu haqiqatan muhim bir musobaqa. Ammo tutmaslik butun hayotning yo'linishini belgilamaydi. Shuning uchun o'z hayot to'g'risida davomli holda umidvorlik bilan izdinik to'g'ri keldi. O'tganlarni bal qo'yatmaslik kerak. Hamma ish oldi deb o'y qaramaslik kerak. O'tganlarni hech qanday
aksentik almay, mayli qaytın tamırışını tollasun, yoki ma'lum mezgil ishlab, uni kendin o'rganish qilishni tollasun, menimcha yenilam büyük g'oyalarni ko'ngliga tutib, to'limni qoldi izdanish bo'lib deb qarayman. Kishilarimizda bo'libmi biz yoshlarda mush o'zimizni bor bilimdan foydalanmaslik ahvoli intayin og'ir. Undaq bo'lsa Erkin aka, siz mush nuqtani cho'rgab turib, mushu shaxsiy qobiliyatni qanday davr ehtiyojiga moslashtirib, to'liq joriy qildirib bo'ldi degan temada azroq bir qisqacha bilim ilhom bo'lsin bo'pti ekan. Bo'ladi. Baydab o'tganga o'xshash, o'rganishdan maqsad amaliyotda bizningki tirikchilik qilish, yashash qobiliyatimizni ustun ko'tarish uchun. Shuning uchun biz o'rganganni ishlatish haqida o'ylanishimiz kerak. Ya'ni o'rganayotgan vaqtimizda ishlatib bo'lgan bo'lmaydiganligini o'ylanishimiz kerak. O'rganish jarayoni amaliyotda uni ishlatish jarayonidan iborat. O'rganish degan bilib bilish deganlik emas. O'rganish degan ma'lum bir ishni qila olish deganlik. Shuning uchun biz reallik jarayonida, amaliyot jarayonida bizning qalbimizga kirgan uchurlarni, bilimlarni, amaliy turmushda turgan masalalarni hal qiladigan qobiliyatga aylantirishimiz kerak. Bu amaliyotda texnik muhim o'rganishning bir bosqichi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun biz qandaq o'rinda, qandaq muhitda, kimlar bilan hamkorlashib, qanchalik vaqt, qandaq ishlarni tugatgan vaqtimizda o'zimizning haqiqiy qobiliyatimiz yetilganligini bilishimiz kerak. Xuddi ulug'lar aytganga o'xshash, urushni faqat urush jarayonida o'rganamiz. Hech qachon urush qatnashib boqmagan generalning generalligi bo'lmaydi. Masalan, tinchlik davrida hech qanday urushni boshdan kechirmay, uzun mezgil tinchlik davrida o'tgan shunday generallar bor. Bu generallar cho'qim urush mezgilida chiqqan generallarga qaraganda selishtirib bo'lmaydigan ojizlik ekan. Shuning uchun biz qanday saha bo'lishdan qat'iy nazar, mayli yasupurdigan ish bo'lsin, mayli qo'rdashlikdek ish bo'lsin, mayli texnik ish bo'lsin, mayli boshqarish ishi, kotibotlik ishi, cho'ng kichik demay, o'zimiz qila oladigan doirada ma'lum ishni vujudga chiqargandan keyin shu vujudga chiqarish jarayonida anandan keyin men bir nimani o'rganib kelman, mening bu jihat qobiliyatim bor deyishimiz kerak. Yolg'iz kitobni o'qib olgan, nazariyani bilib olganga biz bilimni qobiliyatga ko'rsatmaymiz. Mana bu bizningki o'rganishni amaliyotga birlashtirishdagi intayin muhim mantiqimiz bo'lib hisoblanadi. Undaq bo'lsa Erkin aka, jamiyatga qadam qo'yganlar qandaq bir yoshniki eng oldi bilan duchor bo'ldig'ini, o'ziga mos keladigan xizmat tepish masalasi bo'lib qoldi. Turdoshlarimizga mush haqda beradigan qandaq maslahatingiz bor ekan? İzdiniş ve hayat temisi hakkında söyleyecekkan vakitte söyleyecek tegişlik en asaslık mazmunda qarayman. Her bir adam bulup mu bugün ki ictimailaşkan şundaq davrda her bir adam ictimailaşkan hayat to'ridagi ma'lum bir to'shkini egallar bo'lgan bo'ldi va egallab turish kerak. Shuning uchun biz o'zimizga tegishli bo'lgan xizmat o'rnini tepishni topolmasligimiz va bu xizmat o'rnida o'zimiz va atrofdagilar rozi bo'lg'dak rolimizni joriy qildirolmasligimiz intayin muhim bir hodisa deb qarayman. Endi oldi bilan bilib olish tegishli muhim bir masala nima degan vaqtda xizmat degan nima? Xizmat degan nima? Bo'libmi hozir shu oliy maktabni bitirgan, bo'libmi oliy maktabning yaxshiroq danqili oliy maktabninki yaxshiroq kasblarni bitirgan yoshlarimizda qandaqdir muhim hukumatniki ma'mur o'rinlari ishga tushsa, huquqli o'rinlarga ishga tushsa, andan keyin uni xizmat hisoblaydigan, undan boshqa odatdagi ishlarni xizmat hisoblamaydigan shunday bir ko'z qarash mavjud. Menimcha undaq emas. Xizmat degan nima desa, inson o'zining halol ta'rini oqqizib, boshqalarning ma'lum bir ehtiyojini qondirib, shu ehtiyoj asosida halol holda o'zining haqqini ola olsa, shuning o'zi xizmat bo'ladi. Uning turoqligi bo'ladi, turoqsiz bo'ladi, vaqtli bo'ladi, uzun muddatli bo'ladi. Uningki mas'uliyati og'irroq bo'ladi, mas'uliyati tavaraklar bo'ladi. Bu gapni deyishlik maqsad nima desa, bizning jamiyatimizda bo'libmi shu oliy maktab bolalarininki ish qurilishida nurg'un masalalar mavjud. Men oliy maktablarda ko'p qatim leksiya so'zlaganligim uchun ba'zi oliy maktabdagi yosh do'stlar mendan kelib maslahat so'raydi. Qanday xizmat qilsam bo'lar, qilmasam bo'lar degan masalalar to'g'risida. Men oldin bir yigit kelganda, taniq bir oliy maktabning taniq kasbini bitirib ekan. Men nima ish qilsam bo'lar aka deb. Nima ish qildingiz necha vaqtdan beri? Necha yil maktabdagi
desem 3 yıl oldu. 3 yıldan beri nima ish qildingiz? Desem 3 yıldan beri hech nima ish qilmadim. Bu osh yedingizmi qo'saq ochdimi? Desem osh yedim. Kim berdi? Desem dadam berdi. Unda sizga bir amal bor. Bilmedim dedim. Yoksa bunda yaşap dedim. Desem kirayımı qarab o'tirdi. Men dedim bu kerektek bir o'g'il bola. Sizning ota-onangiz shuncha jafoda tarbiyalab, oliy maktabni bitiribdi. Bitirgizibdi. Siz endi qo'l supurdigan ish chiqmadimi? Boshqa ish qilgan ish chiqmadimi? Kirayimni qarab o'tirdi. Bo'ldi ekan men oliy maktabni bitirib men qo'l supuraman dedim. Men bu masala undaqa emas. Men o'zim oliy maktabni bitirgan vaqtimda shu erlikshunoslik jihatda chuqur o'zimniki bir kuchimni joriy qildirman rolimni erlikshunoslik jihatda to'rt qo'shman deb xizmatga kelgan. Xizmatga kelgandan keyin natijamga asosan 60 yil yo'q. Xalq doktorxonasiga taqsim bo'lgan. Taqsim bo'lgandan keyin 60 yil xalq doktorxonasi o'ziniki xizmat ehtiyoji bo'yicha meni rentgen bilimini bilib qo'ydi. Rentgen bilimi bilan bilimi edi. Ammo men o'zim erlikshunoslik bilan munosabatli ishni qilaman deb iroda qilgan bo'lg'achqa men yerdan istiqbol yurib yenib chiqdim. U davrlarda hukumat hamma har bir oliy maktab bolasini xizmatga o'rinlashtiradi. O'rinlashtirgan majburiy qilyapti. Ammo bir qatam o'rinlashtirdi u. Yenib chiqqandan keyin boshqa xizmatni o'zimiz deb chiqib to'g'ri keldi. Shundan keyin o'zimningki Beijing Tibbiy universitetini bitirgan, tog'liq maktabni bitirgan, yaxshi natijalarimni, diplomlarimni qistirib, Urumchida nurg'u yaligi berib, shu xizmatimdan o'zim tunishtirdim. Bir niya meni olaman demadi. Hech qanday meni xizmatga qabul qilmayman dedi. Men aytib g'azablandim. Bu jamiyatni degan qarang'u, siz nalik deb so'rayotdi, yurtdoshlarga oldi ekan, bo'lmasa olmaydi ekan, oqshet deganda gaplarni qildi. Ammo keyingi vaqtda men ishlash va o'rgatish jarayoni uchun chunqur his qildimki, gunoh jamiyatda emas, gunoh o'zimizda. Biz har birimiz jamiyatga yuzlangan vaqtimizda o'zimiz o'z qobiliyatimizni yaxshi yetilgandan boshqa jamiyatga ulindigan bir o'rnimizni topishimiz kerak. Jamiyat intayin cho'ng bir kompyuter o'xshaydi. Kompüterning xuddi o'xshamagan ulanish og'zi bo'lganga o'xshash, har bir odam alohida bir xil ulanish og'zi orqali undan keyin jamiyatga kirib, uning ayrilmas bir qismiga aylana oladi. Biz jamiyatning sirti turgan vaqtimizda jamiyatni tanqid qilishimizninki, uningga nisbatan har qanday shaklda o'zimizning ko'z qarashimizni bildirishimizning hech qanday ahamiyati yo'q. Jamiyat xuddi rahimsiz bir cho'ng, buyuk chaq o'xshash, o'z energiyasiga kuch to'xtamay oldiga aylanib mangiydi. Bizning birdan bir amalimiz nima desa, uni yug'urib kirib, uning qandaq bir qismiga aylanish. Ya'ni biz maslashishni bilishimiz kerak. Maslashishni bilishning oldingi sharti nima desa, biz oldin bilan jamiyatga kirib, uning bir a'zosi bo'lishimiz kerak. Ko'chada manganga, yungurib yeganga, yalqinmayda ochqanga tamoq yeganga jamiyatning bir qismiga aylanib qolmaymiz. Biz faqat jamiyatning ma'lum bir to'shqisini egallab, o'zimizning to'shqisini qo'shgan vaqtimizda xizmat qilgan vaqtimizda onundan keyin jamiyatning ma'lum bir qismiga aylangan bo'lamiz. Shuning uchun menimcha o'zimiz o'z qobiliyatimizni yetildirish bilan birga o'zimizning ortiqchilik kamchiligi haqida o'ylanishimiz kerak. Har birimizning o'zimizning kuchli ortiqchilik kamchiligimiz bor. Shundaqla jamiyatning qanday ketilish og'zini izlashimiz kerak. Na'dan boshlab ketiliqligini izlashimiz kerak. Hemen kuchab jo'mg'an biz kichik vaqtlarimizda bizning gezlarda tuxum chekish o'ynaydigan bir odatlarda tuxum chekishdan dehonlarga qarasak, qiziqarli o'yin bu. Balki bir odam tuxumni past tutib turdi. Yana bir odam uning tepsiga urdi. Balki tuxum kichik bo'ldi. Tuxumning chiqib turgani kichik chiqirdi. Urdig'ini yo'qroq chiqamansa, chunroq tutgansa, deb buni ular urishdi. Sabab nima deganda bu cho'ngroq tutib olsa, urdig'ini o'zining tuxumining qattiq yerini akilib, tutgan tuxumning yumshoq yeriga urib oldi. Shuning uchun biz jamiyatga nisbatan aytgan vaqtda mening ortiq yerim nada? Men qaysi sohada qanday qilsam o'z ortiqchiligimni joriy qildira olaman?
degan o'yni o'ylashimiz kerak. Buning uchun bizning jamiyatga yo'g'rilib kelishimizga to'g'ri keldi. Albatta bundan avval eng avval hal qilish tegishli masala nima desa, odam yashash uchun har kuni iste'mol qilish to'g'ri keldi. Bo'lib shaharlarda. Qo'saq 3 vaqt ochidi, mayli qishga ketadigan o'xshash 3 vaqt tomoq yesa bo'lmaydi. Shuning uchun emgakniki yuqori yo'q. Men shunchalik xizmat izlab, oxirida 60 oylik planliq texnik yeteklash o'rnida o'zimning orzuyimga loyiq xizmatni topa oldim va shu o'rinda o'zimning rolimni joriy qildira oldim. Chunki arkinshunoslikni berib bu kasb shu yerda ishlaydi. Keyingi vaqtda yanada yaxshi natija qozonish uchun men u yerdan istiqo berib, Doğudan bulatırısını turduğu vakitte ben başkalarına şunu dedim. Ben eğer 20 yıl geçe şu ambulatörlerini yaxşı aylandıramısam, ya ki aşxanacıma, ya ki ayak maylayma. Bulup ayak maylayma degen gepim neydi? Kızık anlıp getdi hakkı. Sen bu mektepten yaxşı okugan, özünün çoğu ayağıma ras ayak maylamsa, ben dedim ras ayak maylaymadım. Şu vakitlerde ki bir aylık iş hakkım şu 2 milyon etrafı dedi. Ben bir 12 yaşlık bir ayak maylık uçu balıda bırakmış bakmam. Bir günde neçe pul tapısıkan desem 20-30 milyon tabi ben bir günde. Eğer o 30 günde her gün çıksa az olsa 600 milyon, cih olsa 900 milyon bul tabi degen. Ben bir alim mektebindeki adam aram 200 milyon bul tabi. Şunun için benim yaratkan kıymetimge qaraganda şu vakitte o şu ayak maylık uçu balının 12 yaşlık balının yaratkan kıymeti üstün degen. Şunun için ben ayak maylayım dedim. Ama ben ayak maylaganda bir ömür ayak maylamayman. Ben ayak maylab ettim 2 kişi olaylar. Birincisi şu ayak maylaştan ibaret muş işini kölemleştirip bir şirket keltirip bulam yok. Ben şu vakit degen bu gapni. Hazır qarsam bir kısım ayak bezeydigan çoğun dukanlar payda oldu. Xeyli ali dereceli adamlar bardı ki ticaret intan yaxşı. Ben dedim ayak maylaydigan işini şirket mi kıllamdı? Mesela bunun bir ölçem de kitap. Şehrin uyup kalayım kayalı bir oturulmay. Hakim kakşatmay, kalayım kan bulanmay. Hizmet kadınlar okşaş kiyim giyiyor. Okşaş üskünlerini ettirip, okşaş pulaliş ölçümde kitap. Olanı terbilep, bilen ölçemlik maylaydigan kılıp. Onun dinkin ular işe takip edip, ulanı uğurlaştırıp, kısa hükümetke başlap şusak, kim bildi hükümet bir tutaş ürümçününki ayak maylaşı uğurlarını bana köstüpeyse, ayak maylaşı şirketi kurup, maşinanın ayda verip, geçte pulunu yığıp geçişim mümkün. Bu şu vakitte ben çakçakım degen gapıydı. Ama menimce bu bir mantiqini düşündürdüm. Yaşaş mantiqini degen gapıydı. Ama menimce bu bir mantiqini düşündürdüm. Yaşaş mantiqisini. İkinci nemin oylayma degende bu maplaşmasa ben ayağımda maylab etip hazırkıdım mı yaxşırak? Hazırkıdım mı muhim rolünü cari kılgılı bulduğun iş kılgılı bulam yok. Çünkü ben ali mektep bittigen, doktorluk uyangen, ben kesel davali alayım. Şunun için ben ayak maylab etip, üzemnin aşı artık yerimini cari kıldırıp, tehimi çok kıymet yaratıldığın, cemiyetki tehimi çok tefik koşuduğun, mundaq bir işini kılgılı bulam yok. Degen mesele hakkı koydu. Menimce bu addi bir misal, bizimki hizmet izleş jarayonidagi bir mantiqimizni tushundirdi. Hayat amaliyoti nimaga o'xshaydi ekan deganda, hayat amaliyotda qo'rshav shaxmat o'ynaganga o'xshaydi. Ya'ni biz oq-qora urug'lar o'ynagan bir qo'rshav shaxmat va jungo shaxmat deb qo'yamiz. Shu shaxmatda bir men bu shaxmat o'ynashni to'g'ri bilmayman, ammo uni qonuniyatini tushunaman. Shu shaxmatda kim jixyani qurishib olsa shu tutgan bo'ldi ekanda. Men bundaq bir doirani qurishib olsam, buni o'tirsiz urib qo'ysangiz bo'lmaydi. Ammo bu yerdagi masala nima desa, biz agar o'zimizningki kuchini ozchaqlab, kichikkin bir yerni qurishib qarab o'ltirsak, qolganning hammasi boshqalarga talab ketishi mumkin. Biz cho'llik qilib hammani egallab olma deb atrofida bundaq tizib ikkisini 2-5ni ulab qo'yguncha, hatto so'zimizdan ichib kirib egallab bo'lsa, biz hech narsaga erisholmasligimiz mumkin. Shuning uchun hayot amaliyotda odamningki o'zining amaliy qobiliyatini to'g'ri mo'ljalab, shu qobiliyatni davomli holda kuchlantirib, praktик qildirib, shu qobiliyat asosida o'zininki mavjudligini namoyon qiladigan bir jarayon. Shuning uchun to'g'ri mo'ljallashga to'g'ri keladi o'zining qobiliyati bilan jamiyatning ehtiyojini. Shuning uchun biz xizmat izlashda menimcha oldi bilan yashash masalasini hal qilishimiz kerak. Tamoq yeyish, kiyim-kechak kiyish, odatdagi masala mayli yaxshi ko'rilib ko'maylik. Shuning bilan bir vaqtda biz bir ömürlük
yaşaş haltımız hakkında o'ylanishimiz kerak. Men yoshlarga doim biz yaşaş hayotni loyilashni bilishimiz kerak degan bir yolg'iz gapni qilaman. Bu gapni anglagandan keyin nurg'un kishilar qoyil bo'lmaydi. Hayot amaliyotda nurg'un nama'lum omillarga to'lgan. Biz aytning bo'lishini bilmaymiz. O'z vaqtida mumkin yataverib shuncha odam o'ldi. Kim biladi yataverib ketganligini? Nurg'un odam ashak sayat qilgan bo'lishi mumkin, uqmaydi. Aytning bo'lishini hech kim bilmaydi. Ammo hayot biz undaq o'ylagandek unchalik shaklsiz nama'lum narsa emas. Amaliyotda hayotni loyilab yashash bilan loyilmay yashashning natijasi intayin zo'r tarafa. Biz odatda bolalarimizni cho'qim yaxshi o'qish, oliy maktabgacha o'qishga har qanday bolani qistaymiz, majburlaymiz. G'arbda undaq qilmaydi ekan. Men g'arbda men Amerikalarga bordim, Yevropalarga bordim, taraqqi qilganlarga bordim. Bularninki ma'rifida bolalarga kelgusininki qanday bo'lganligini, qanday qobiliyat, qanday bilimlarni erishgan egallagan vaqtda qanchalik darajada hayot olti yetkil bo'lganligini tushundirdi ekan. Agar balla ashundoq qantar aquzib, ashundoq qobiliyatga erishishni xohlamasa, odatda yashashni xohlasa, ham ashuning natijasiga aqlatiga o'z ega bo'lishga rozi bo'lsa, ularning o'rganmasligiga ruxsat qildi ekan. Masalan, Amerikadagi yerda eng to'van eng jafoliq ish yo'g'on otni bo'lani, yuk otni bo'lani aytadigan yerlarga bilimlarni chekib olib odamlar ekan. Shular bolalik vaqtidan tartiblab bo'lgan shu cho'ng o'g'illar shunday otni bo'lgan odam bo'ladi, yoki yuk otni bo'lgan odam bo'ladi. Lisoning unaydi ekan turma, haqiqatan aqo'tin chiqdi. Ammo shular shunda qolib yetgan vaqtda ajab otlahatga yaxshi o'rnatib kelmadi, o'zini japlab o'tamaydi ekan. O'zim tanlagan yo'l, o'zimning yaxshi, men yaxshi turmushga erishdim deb o'ylaydi ekan. Chunki mayli Amerikaga zo'ngtung olsun, mayli bir yerga professor olsun, shu zo'ngtung, shu professorlarning shunchalik olg'a yetib bo'lsa, qanchalik qantar aqozganligini, qanchalik emgak singdirganligini, qanchalik jafolarga bardoshlik berganligini bu sho'pir tushundi. Mana bu biroz takamullashgan, salmoq holatdagi bir ijtimoiy ong. Biz shunday bir ijtimoiy ongni shakllantirishimiz kerak. Shuning uchun biz xizmat masalasiga duch kelgan vaqtda oldi bilan men baydigandek o'zimizningki zarur bo'lgan yashash ehtiyojimizni qondirishimiz kerak. Undan keyin uzoq mezgillik hayotimiz haqida o'ylashimiz kerak. Men oliy maktabningki o'ttir bosqichlarda oliy maktabning o'ttir bosqichlarida o'zimningki bir umrlik tirishish nishonimningki shu arlashmaslik bilan shug'ullanish ekanligini bekitib qo'ygan. Shu vaqtlarda kelgusida biror bir o'z oldimga ish qilishning imkoniyati bo'larmi degan narsani o'ylashgan. Demak, men nihoyat burunlar o'zimningki hayot orbitamni, o'zimning aloyidligimni, o'zimning yo'linish, tirishish nishonimni bekitib olgan. Shuning uchun men oliy maktab jarayonida xeyli zo'r kuchimni, xeyli zo'r vaqtimni, xeyli zo'r energiyamni shuningga munosabatli arlashmaslikqa doir va yoki doktorxona boshqarishga doir materiallarni ko'rishga va shularga doir ishlarga diqqat qilishga sarf qildim. Oliy maktabga kelgandan keyin shunday xizmat izlash, ish jarayonida shu vaqtda masalan men Abdum rayonli xalq doktorxonasida garchidan tegin bilim bo'lsin ishlagan bo'lsam, Abdum rayonlik pilonlik tug'ib texnik yetaklash o'rniga qaraganda jiqish qilgan bo'lardim. Ammo men jiqish qildim, voz kechib oz shaqaldiq rayonga o'ringa berib oldim. Sabab men shunday bir yo'l orqali o'zimning uzoq mezgillik g'oyamga yetishim kerak. Shuning uchun yoshlar cho'qim men bu umrimni nima bo'laman? Men hayotimda nimalarni qilishim kerak degan narsani haqida o'ylanish kerak. Bu xil o'ylanishning ma'lum cheki bo'lishi kerak. Bir kechikda o'ylanib bo'lmaydi. Biz o'ylanishga vaqt kerak. Men o'zimning maslahatimda taxt oldirib kelsa, odam haqiqat topmagan bo'ldi. Va keyin qolsa o'ylanganning ahamiyati yo'q. Shuning uchun odatda 20 yosh bilan 30 yosh oralig'ida, menimcha 20 yoshdan boshlab 30 yosh oralig'ida har bir bola, har bir odam men umrimni qanday odam bo'lib o'tkazaman degan narsa haqida o'ylanish kerak va shu vaqt asosiy jihatdan bir qarab kap bo'lgan bo'lish kerak. Undan baldirib kelsa balki xato bo'lib qolish mumkin. Beni o'zgartirish to'g'ri bo'ldi. Undan keyin bo'lib qolsa odam o'lib qolmaydi. Men bizningki shu doktorxonamizda ishlab chiqayotgan bir yosh bolaning
Malayziyada ko'rdim, chet elga chiqib o'qiyman deb chiqayotgan yigitlarda bu. Malayziyada men uchirgandan keyin qarsam ashada ingliz yurishlar shug'ullanibdi. Boshqa atrofdagi do'stlardan olsam o'rganish ahvoli, turmushi to'g'ri yaxshi emas ekan. Ham birar ish qilish haqidagi g'oyasim to'g'ri aniq emas ekan. Shu atrofdagilar bu yigitga ko'ngil bilib, Arkin Haximda o'z vaqtida sizga ishlab ekanlar, yaxshi qilishimiz bo'lgandan keyin xizmat ishlab siz yana taklif qilib, operib shu xizmatni qilgan bo'lsa bu yerda yaxshi istiqbol topalish natayin degan bir fikrni berdi. Shundan bu yigit bilan so'zlashdim. Ham avvalda o'zining gapini baqay deb, fikrim nima qilsa ingliz yo'llatini. Kelgusida nima qilmoqchi, ingliz yo'llatini nima qilmoqchi. Desam, nima qilsam bo'ldi aka? Yoki sizga o'xshash doktorxona ochaman? Deb o'tadi bu yigit. Men kulib ketdim. Malayziyada turib, ingliz tilini o'rganganingdan kelgusida doktorxona etishingga yordam bormi? Desam bu yigit yoqmay oldi. Demak, nurg'un kishilar bor. 30 yoshga kirib qo'yadigan yigitlar bu. Yillam bir bola. Yillam xuddi cho'ng bo'lmagandek bunday holatda. Biz nurg'un kishilarni uchirtimiz. 40 yoshda ishib ketgan, hatto 50 yoshda ishib ketgan mening nurg'un do'stlarim bor. Bu g'oyalari bor. Mening ba'zi do'stlarim bor. Erkin Hashim shu tibbiy universitetni bitirganlar ichida qilgan nima ish qilgan o'z oldiga kelib nurg'un turklarni qo'shdim, amgak o'rinlarini yaratdim, savodashlarga sharoit yaratib berdim, jamiyatga turk qo'shdim, millatning yuzini yo'riq qildim. Bizmi kelgusida ashta qilmoqchi. Aytdim bag'o, pensiya chiqqandan keyin biz ham bunaqa qilmaymiz. Endi ba'zida taqchaq aylantirib, savodashim bo'lgan kim tillab qo'yma. Men bag'o, pensiyaga chiqqanda yotgandan qilib, o'yirib yotdi. Pensiyaga chiqqanda ishni qila olmaydi. O'g'inmaymiz-da biz ba'zi vaqtda. Biz allaqachon 40 yosh, 50 yosh, 60 yoshga berib bo'ldik, umrimizning amgak singdirdigan, jannatga to'yib qo'shib, qanday aqrlarga vaqtimiz o'tib bo'ldi degan gap. Biz uningdan baldur 50 yosh kirganda nima qilma, 60 yosh kirganda nima qilma, undan keyin umrimni qanday o'tkazim degan narsa haqida o'ylangash turishimiz kerak. Odamning har kuni qilgan ishi shu kuni qutuqliq bo'lgandan boshqa, undan keyinki erta o'g'in va uzoq mazgil uchun yordam bo'lgan bo'lish kerak. Biz xuddiliklar ahmoq ovchiga o'xshash bir toshqonni qo'g'lab hadirib qo'yib, yana bir semizroq toshqon ko'rinsa, uning keyindan mang'irgan. Bu odamlar shunday. To'xtamay o'zininki tirishish nishonini o'zgartirib turgan. O'xshash bir nishon bor. To'xtamay ilgirligan vaqtda nurg'un odamlar kesib aytish kerakki, nurg'un odamlar qalbi qilmaydi. Mayli u ma'lum kasb qalbi qilsin, ma'lum bir iglik tiklashni qalbi qilsin, ma'lum bir ma'mur o'rni qalbi qilsin, ish qilib u ma'lum sohada boshqalar yetolmaydigan, jamiyat u odamdan orlanmaydigan holatda qobiliyatga ega oladi. Shuning uchun biz shu xizmat izlash masalalarida mana shunday tafakkurlar haqida chunqur o'ylanishimiz kerak. Bir haftalık ish haqi, bir oylik pulning oz ko'p bo'lishi, bir mezgillik kirimning yuqori bo'lishi menimcha ancha muhim masala. Ba'zan yoshlar bor, biz doim xizmatchi bo'lib qilamiz. Da qarab boqadi. Kimningki berdigan, o'sha oyda berdigan ish haqi 50 so'm yoki 100 ga yuqori bo'lsa, shuyani tanlaydigan. Menimcha bu bir ahmoqlik. Albatta, amgak qilgan kimimiz yuqoriroq daromad olsak, yuqoriroq ish qilsak, u yaxshi. Ammo bizda bir gap bor. Bir quchoqlashqa ashulan qo'saq bo'lmoqda. Bir mezgilgacha qo'noqni yeganga, bir mezgilgacha jafo chekkanga odam hech nima bo'lib qolmaydi. Mana shu chetlarga tarafiqqa alloh chiqish jarayonida vatanimizning ashalari berib o'qiyotgan, o'tinish qilayotgan nurg'un ilg'or yoshlarni ko'rdim. Ashular degan nini jafolarni tortgan. Ashalada, oshxonalarda kutish bo'lgan, xat to'shiruvchi bo'lgan, tozliqchi bo'lgan, nishati nini innovativ odamlar ashta qishlarni qilgan. Nishga shu jamiyatga kun bo'lish uchun bir baldoq bo'lish qatorida. Shuning uchun biz ish izlash bosqichimizda ma'lum bir guruhga, ma'lum bir o'ringa singib olishdan avval biz ortiqcha tanlab yurmasligimiz kerak. Bu xil tanlab yurmaslik deganlik oldingi nima uchun shuni qilmaydigan ekanmiz. Agar sizning ma'lum bir g'oyangiz shakllanib bo'lgan bo'lsa, shu g'oyangizga foydali ishlarni qiling. Tek shakllanib bo'lmagan bo'lsa, siz o'ylanish jarayoningizda oldingizga uchirganlar ichidan eng o'zingizga muvofiq qilgan ishni qiling. Biz nima ishni qilsak bo'ldi, odamning qo'lida bunaqa emas. Biz har kuni hayotimizni boshqalarga to'yib qo'yish, shu to'yib hisobiga o'zimizning qimmatini ish qilish hisobida o'tkazishimiz kerak. Bekayetish, bundaq boshqalarga yo'lni verish, mayli ota-onamiz bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, bundaq
qilishning o'zi odam o'zini xo'rlaganlikdan boshqa narsa emas. Ba'zi tarafga topgan Allah ketib olganlar va mutlaq deb qism jafolik qildi ishlab yaxshilanib qoldi. Bir qismlar ishlab bo'lmay ashaninki jamoat fondi pullarga qaynab bekajurvat qildim qisman bor. Ashlar bilan paranglashdik haqiqatan nihoyatda bir xil kayfiyat yaxshi emas. Mag'lubiyat holatda bir xil. Shuning uchun menimcha ish izlash nuqtasida biz mana shundoq ba'zi bir mantiqiy masalalarni hal qilishimiz kerak. Endi qo'sh konkret ish izlashning usullariga kelganlik. İş izlash jarayonining o'zi bir taktikalik jarayon bo'lib hisoblanadi. Biz uning taktikasiga diqqat qilishimiz kerak. Bizlarga biz oldi bilan o'zimiz shu jamiyatda ish o'rniga odamga ehtiyojli bo'lgan o'rinlarning uchurlarini atrofli egallashimiz kerak. Bizning shu Uyg'ur qarindoshlarimiz ichida oliy tartibdagilar bo'lsin yoki hatto o'tirib turib jamoat ko'zini chiqib qolish bo'lsin. Şu emgek pazarlarga chiqib olmaydigan, ashalarga o'zini tizimlatmaydigan ahvol ig'ir. Biz doim odam qabul qilish, xizmat qabul qilish nuqtasida shunday emgek pazarlarga Abnum rayonida bor, Bugun shahrida bor, ittifoq komitetida bor, ayollar birlashmasida bor, va boshqa nurg'un to'r bekatlarida, axborot vositalarida bor, va boshqa nurg'un o'rinlarda bor. Emgek kuchlar izlaydigan, shunday xizmat qabul qiladigan o'rinlarga borgan vaqtimizda bizning qarindoshlarimizning tizimiga yetarli emas. Ular undaq yerlarga berib izlanishni xohlamaydi. Bizning nurg'un yoshlarimiz uyga beriblar, masalan, oliy maktabdan keyin to'q kitlam diplomni jo'natib tashlablar. Va apa, mana maktabdagimiz qog'oz ishsan qoldingmi? Aqishga mamamizda bo'lganlarida bo'ldi qildik. Mening uchun to'liq ahmoqlik. Ish izlashning o'zini bizga nisbatan bir chiniqish. Shuning uchun biz hech qanday qantirmasdan qabul qiladigan o'rinlar berishimiz kerak. Albatta, biz hech qanday jamiyatga aralashib boqmagan, to'g'ri pishmagan yosh bo'lib sifatimiz bilan bu yerlar bo'lgan vaqtda har xil muomalalarga uchraymiz. Ba'zilar qizg'in muomala qildi, ba'zilar qo'pol muomala qildi, ba'zilar har xil yang'izlar chekishimiz kerak shunaqa. Odam beshini kechirishga tegishli ishlar. Badash berishimiz kerak. Badash qilishimiz kerak. Qanday holatda berib, qanday qilishimiz mumkin oldi bilan. Mening alayligim nima? Ben qanday ortiqliklarni hozirladim. Mushu bugungi kunda, mushu mezgil ichida, mushu jamiyatda mening ortiqligim joriy bo'lgan xizmat o'rinlari nada? Mayli biz oqish bilan berib olaylik yoki o'qishmaydi, yaxshi yakir qilaylik. Agar bizning qobiliyatimiz, olayligimiz uning mos kelmasa, biz nechun kundan hozir boshqalar tarafidan ko'zlanmay qolamiz. Agar o'zimizning ortiqligi joriy bo'lmaydigan, bizning qudratimizni kuchli qilib oddiyaga berib qolsak, biz uni ahamiyatsiz istaymiz. Shuning uchun biz o'zimizga mos kelgan o'rinni topishimiz kerak. Buning uchun birinchi qadam nima desam, yetarli uchur egallashga diqqat qilish kerak. Bu uchurlar men degandek yerlarda bo'lishi mumkin, boshqa yerlarda bo'lishi mumkin. Yoki hatto o'yinni bir ishga chiqishga o'tildi. Men o'z vaqtida ishsizlik vaqtimda askar zutni minib, askar sumkamni dinbamga otib, barliq materiallarimni sumkamga qisib, cho'ng doktorxonadan tortib kichik ambulatoriyaga hammasiga birdan kirib chiqqan. Men o'ndullar kirib ishga chiqib, men maktab adamdan men ishsizligim deb. Albatta ish qazimni qabul qildim. Ammo shu jarayonning o'zi mening hayotimda go'zal bir aslida. Mayli men shu vaqt xo'rlik his qilay yoki yaxshi boy his qilay, men shundaq bir davrni boshdan kechiraldim. Undan keyin men shu Abnum rayonlik pilotlıq turib texnik yetaklash o'rnig'imi o'zim baqam. Ashta o'rning borlig'ini bilib, shu bilimga kirib, bilimligidan so'zlashib, bilimligiga yarab, bilimligiga so'jangga deb, so'jang tinjangga deb, tinjangning oldiga berib so'zlashib, hech qanday aqsh qilmay, hech qanday odam tunishtirish qilmagan ahvolda o'z kuchimga taynib, shu bilimga kirib ishladim. Shu vaqtlarda shunday tunishtirish izlaydigan ishlar chiqdi. Bizning shu mezgilimizda. Shuning uchun menimcha ish izlash jarayonining o'zimi odam o'zini chiniqtiradigan, o'zining yuzini chiniqtiradigan, aloqalashish qobiliyatini chiniqtiradigan, o'zining jigirini bir bundoq yurakni chiniqtiradigan o'yin bir muhit. O'yin bir sinab shu, bir urush shu. Shuni ko'plab berish kerak. 100 qatim ishsizligini berib, 100 qatim mag'lub bo'lgan bir ishsizlik uchun bir qatim ish izlab boqmagan odamning o'rtasida osmondan tarax bo'ldi. U qanday qilishni bildi. Shuning uchun uchur egallash, ko'p berib, qanday qilishni bilish menimcha intayin muhim xalqlik masala. Undan keyin ish izlash jarayonida biz albatta o'zimizningki tasbiqiyotni, o'zimizning gap so'zi, qarshi tarafga berilgan imkonsimiz haqida o'ylashimiz kerak. Hayotlikda odamga birinchi imkon intayin muhim. Bir odamlar uchrashgan vaqtda agar nihoyatda taloq-taloqlar urush qilib uchrashgan bo'lsangiz,
bu odamni umr bo'yi ko'zimizga urishmoq ko'rindi. Shuning uchun birinchi inkas intayin muhim. Birinchi inkasni qanday berish intayin muhim masala. Shuning uchun biz ishsizlik bo'lgan vaqtda chuqur taraqqiy turqimizni yaxshi, bunday ishsizlik uchun to'g'rilab berishimiz kerak. Men bir qatim bizning Qashqardagi doktorxonasiga xizmat tashkil bo'lgan vaqtimda Yangining ishxonasida o'tmasam, chochlarim shundaqlam to'p qilib olgan, patlab ketgandek. Meni segizni qasid ishlaganlar bir qiz kirib keldida, men girimdirim shun vaqt bir xil ayirlam, kiriblam. Siz Yangingmi? Siz doktorxona boshlig'imi? Men yo'q desam, yo'qda siz nima ish doktorxona boshlig'ini chiqarib o'tiribsiz desa, deb. Ammo o'tirtaqda nima ishingiz borti? Desam, yo'q. Sizning qo'lingizdan kelsa men day. Hammasi demayman. Deb nima ish deydi? Desam, ish izlaydigan ish deydi. Mening qo'limdan keldi dana. Desam, meni olamsiz? Olmaymiz. Desam, o'nab ketdi bu qiz bola. Siz mening nada o'qigan, nima ish qilganimni o'qimay turib, hech nimani so'ramaylam, olmaymiz deysiz, siz qanday odam? Deb. Buni to'qingizni sizdan olmaymiz. Sizning qiyofatingiz doktorga loyiq emas. Doktorxonada ishlashga loyiq emas. Demak biz ishsizlikni bo'lgan vaqtimizda agar u biror san'at ashunda qiyofati bor odamni yaxshi ko'radigan so'rin bo'lsa, menimcha bo'lishi mumkin. Idora yoki o'rin bo'lsa, ishda o'rindan chiqib qolish mumkin. Ammo siz doktorxonaga kelgan ekansiz, bir doktor qiyofatida xizmat formasini kiyamizsizmi? Oddiy bo'lsin, paqis bilib, ratlik. Qarsili bir odam ziyoli ekan degidek holatga kelishimiz kerak. O'g'illar saqal birini elib, oqshimisi ishmay, diskxona ko'rib o'ynamay, baldirab uxlab, ko'rishadigan vaqtda azam bo'lsin bir qilisib yolg'andan bo'lsin taqlab, qizlarni chiroylik xizmatchidek, yangi o'qish bitgani kambag'al bo'lamiz, pulimiz oz bo'ldi. Oddiy bo'lsin. Barcha qarsa, kishilar yaxshi tasavvur qiladigan kiyimlarni kiyib, nechta vaqtdan azroq bo'ldi. Kechikib qolmaslik kerak. Birinchi qatim kechikib qolish qarash tarafdan yaxshi tasavvur qilmaydi. Vaqtini berib, andan keyin so'rashgan vaqtda bahmu ashurlatmaslik, bahmu o'zini cho'kirotmaslik kerak. Abazlava siz kelib ish qilmoqchi desa, "Voy men ba'go sizga yordamlashib ba'go doktorxonasidan 6 doktorxonasini 16 ga aylantirib, undaq deb. Alloh qadam qanday qo'ylaysiz, unda o'zingiz qo'rg'onga doktorxonadan bir ketib nima ishlaysiz. Bahmu ashurlatadigan o'zingizda mana qadamlar. Yeni ba'zilar bor, bakmi kamtar. Ishlamsiz, ishlayman. Nima ish qilaysiz? Hech nima qilmayman. Hech nima qilmasangiz nima ish qilsiz deyapsiz. Balki o'zini to'g'ri tunishtirishni bilish kerak. Men maytliqi, rahmat emas, adiddan ortiq balki chuchunak emas, salmoq o'tirib, men bunday kasb qilgan. Bo'lsa, berishdan burun o'zingiz izlangan shu idoraning munosib tartiblarini tushunib olishimiz kerak. Mesela doktorxonasida doktorxonasi alifnasini sergisi deb atilib, mushkul sistemasiga doir ayollar haqida kasallarni yaxshi ko'rdi. Shuning uchun men maktabda shu kimlikni o'qigan, men bu kelgandan keyin shu jihatda texnik ilgirlab, daqmda bo'lsa, shu idoraninki nimalarga moslashtirib taraqqiyotga so'zlayolsangiz olg'a odam voy, deb undalik qilib qoldi. Odam deydi, aslida eshitdim kirsiz degan gap. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchimiz Misrانىم tor bekiti. Misrانىم. Demak bu topsidan kirish masalasi. Oldi bilan biz kirgan vaqtda o'zimiz amalning barcha o'zimiz yaxshi taraqqiy qilish imkoniyati bo'lgan bir idoraga kirishimiz kerak. Buning uchun idora degan vaqtda ma'muriy idora yoki kasbiy idora yoki xususlaygiligidagi idora yoki hukumat qarmog'idagi korxonalarning qaysisiga berish menimcha muhim masala emas. Men burun bir kitob o'qigan. Bunda hangi bir kitob bo'lib, zo'yirchilik, ya'ni kasb tanlashning yo'li deydigan bir kitobda bu. Bu kitobda shu kasb to'rt xil rangda ifodat etilganda, buningki birinchi rangi qizil yo'l deganda bu qizil yo'l. Qizil yo'l deganimiz bu siyosatla aloqasi yo'q. Qizillikka gap emas bu. Qizil yo'l deganimiz bir odam shu yuqori darajada vazifa o'tab ma'mur sahada o'zimning shu jihatda rolini joriy qildim. Ashta g'oyis va odamlar bor. Abdurahim G'ays bo'laman. Bir nayiga hokim bo'laman. Ma'murdan. Bu yaxshi yo'l. Bu yaxshi bo'lsa. Ikkinchi bir yo'l nimaki desa, yeshil yo'l. Yeshil yo'l degan nimasi texnik yo'l.
ma'lum bir hunarni umdan o'rganib shu hunarimga tayinib tirikchilik qilaman shu hunarda yaxshi pishib ketaman deydigan bu yeshil ekanda. Uchinchi birisi seyriq yo'l deganimiz bak ko'zga ko'rinib ketmasammi bundaq bir masalan qadimotlik ishlari odatdagi o'qituvchilik jamiyatning cho'ng apparatdagi kichik bir lo'sulib odatdagi hayotimni o'yim ketib qilib bak ko'zga ko'rinib ketmasam buni normal o'tib ketaman deb qaraydigan. To'rtinchi bir yo'l nima desa qor yo'l deganimiz qor jamiyatdagi qor yo'l emas bu. Bu iyilik tiklash yoki amalning barcha ko'p iqtisodni kontrol qilish iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanish haqida kelgan. Shuning uchun odam amalning barcha boldurroq shu to'rt yo'lning birini tanlash kerak hayotda. Men qaysi yo'lga loyiq kelaman yoki qaysi yo'l menga loyiq bo'ldi deganni. Ba'zilarninki o'zining har xil sharoitlari bo'ldi. Yuradigan atrof bo'lishi mumkin, shundoq bir yujayris bo'lishi mumkin, ma'mur yo'lda yuqori o'rlab ketalaydigan kichigidan sinf boshlig'i bo'lgan. Mening boshqa g'oyalarim bor deb Alloh vaqtimda men kichik vaqtimda sinf boshlig'i etdim. Cho'ngroq boshliq bo'lganda o'ylaydim o'zimni. Ba'zilarning quvvatchil bo'ldi. Texnik ishlarni ishlashga yaxshi. Ba'zilar maslishdan g'oyish qildi. Cho'ng mas'uliyatni ustiga olishni qalmaydigan, ammo bir chiqib qilishni qalmaydigan ish qilib normal yashashni umid qilganlar bor. Qaynoq suv ish ko'nglim tish. Bu yomon ish emas. Ba'zilar va iliklar ko'plab yaxshi qilishni qiladi. Masala shu ediki, ba'zilar bundan voz kecholmaydi, bundan voz kecholmaydi. Men shu iliklar biroz bir natija qozongan vaqtlarimda ki bir savodishim borda, men savodishim albatta doktor, tibbiy mutaxassis. Bu ag'inimiz shundoq chiqishlar qilib o'qigan vaqtimda qobiliyati bor yigitda bu. Budaydiki men dardim meni shu biroz yangilik bilanlarga ko'z tutdi. Sening atrofingda naqdi boshliqlar bilan so'rovlar bo'lib qolganda, vaqt fursat bo'lib qolganda bizning bir ancha-muncha deb so'rab qo'ysam, biroq mushkilni fikrlash orzuyim bor. Endi deydi men agar ma'muriy ishlarni qilib qolsam, kasbni olmayman. Kasbni kasbim bo'lmaydi, pensiyaga chiqqanda qayraganda asqarligini kasb. Endi deydi, endi amal bo'lsa ozroq bir hisob to'playdigan yo'llar bo'lib qolsa, desam, hozir kettir pul topsaqda. Men shunda qarab baqsam, bu ag'inimiz hamma yo'lni tanlaydi ekanda. Bu qizilnim tanlaydi ekan, yashinim tanlaydi ekan, seyriqim mangir ekan, qarg'im mangir ekan. Ahirida bu davrini tushundirib, bunga yaxshi so'zlagandan keyin bu ahirida yashil yo'lni yoki texnik yo'lni tanlaydigan bo'lib, qarashni hammasini voz kechib, texnikaga berilgandan keyin hozir intayin qobiliyatli bir texnik doktorga aylandi. Hayat amaliyotda tanlash jarayonidan iborat. Tanlash deganlik elivilish deganlik emas. Tanlash degan voz kechish deganlik. Chunki bizning bugungi kunda tanlash yo'llarimiz intayin chiq. Biz nurg'un ishlarni tanlay olamiz. Hozir jahon rang-barang bo'lib ketdi. Nima tanlasak bo'ldi? Masala shu ediki, biz buningdan voz kechmagan vaqtda hech qanday yaxshi tarafga o'tiramiz. Shuning uchun biz keskin holda ma'lum bir yo'lni tanlagan ekanmiz, qolgan hammasidan voz kechishimiz kerak. Masalan, men shu erlikshunoslik sohasi bo'yicha o'zimningki kuchimni joriy qilishni tanlagan vaqtda men hatto tibbiy sohada ichki kasal, tashqi kasal, bolalar kasalliklari, ayollar kasalliklari nurg'un sohadagi tirishchanligimni to'xtatdim. Men oliy maktabdagi vaqtimda shu erlikshunoslik doir narsani yiqilgunib, qolgan narsani bo'shroq o'rganib, 60 nomer yoshsin. Astalab o'tibman bitirmoqam. Men hozirgi bugungi vaqtda meni bolalar kasalligini ko'rib ko'ramayman. Ammo men uni o'tmayman. Men shu badal hisobiga men erlikshunoslik sohasida mamlakat doirasida tasavvur kasblik boshlar orasida men millatimizning o'zini yo'riq qilish bir fursatiga erishdim. Shuning uchun biz tanlashni bilishimiz kerak. Tanlash manbai degandek biz cho'qim voz kechishni bilishimiz kerak. Shuning uchun manbai degandek biz shu hayotimizni laylayotgan vaqtda men nima bo'laman degan masalada men qizil yo'lni tanladim. Qizil yo'lni tanlaganlar cho'qim bir amal qilib eng jafoliq ya bo'lsinmi ma'mur kasb, ma'mur qilsin. Bira kentga berib aytavur sekretar bo'lamdi. Maktabga kelgan hozir chetrak yaliga o'qib qo'ydi. Kent boshlig'i degandek. Bir ish qilib bir ishdigan bir yo'lga borsin, badal to'lsin uning uchun.
Yeşil yolunu tanlaganlar özünün kəsbi dairəsində ən yaxşı tərəqqi qıldığan bir yerə basın. Haqsız iş etsinməydi. Texnik ügündüğünlə iş olsa, məsələn, doktorluqun ügündüğü iş etsə, məsələn, adatik universal kəsblərin ügündüğü iş olsa qalsa, bizimki tibbi universitetin tanmaq oturğanları, kəsbini, məsələn, bizning kəsbimiz ügündüğü iş olsa, doktorxana degəndə keldi, hətta pul almay, haqsız iş etsin o, aş kəsbini puxtu gəldiği vaxtda pul təbii aldı, yüz gəldi. Onundan keyin agar odatdagi mudaq bir ma'muriy xodim bo'lib ishlaydiganlar bo'lib qolsa, shunga loyiq bir yerlarni izlasin, chiqib qolish mumkin. Iqtisodiy soha bo'yicha igilik tiklash yo'lida mana deganlar bo'lsa, boshdan boshlab igilik tiklash tarafda o'rganish qilsin. Mayli pul olsin, ololmasin. Shuning uchun idorini tanlaganda men boy degandek o'zininki shu hayotini loyilash yo'nalishiga uygun qilish kerak. Bütün hayatın jarayoni amaliyotda başdan oxir bir xil uyg'unlikni talab qildi. Balliq vaqtimizdan tortib qayergacha bunga yo'limiz, bunga nishonimiz, ishchanligimiz birdek bo'lsa, andan keyin hayot asta-asta oldiga ilerlaydi. Bütün koinot shundoq. Bu xil birdeklik, bu xil to'xtamay izdinish, to'xtamay intilish ro'yi odamzodning necha ming yildan buyon uzluksiz oldiga ilgarilayotgan narsa. Adamdaki en çok ısrafçılık nima desa, hiç qasdini olib kechmaslik. Onun qizib kelib, bunun qizib kelib, bunun qizib kelgandan keyin bu adam hech qanday yo'linishi yo'q deb qo'ygan. Bu odamning uzunchilik yo'linishi yo'q. Biz cho'qim kishilarniki yuqori, biz yosh yoshlarniki yuqori ma'mur amal tutsa, anandan keyin g'alaba qilgan bo'ladi deb qaramaymiz. Jiq pul topsa g'alaba qilgan bo'ladi deb qaramaymiz. Yuqori texnikani egallasa g'alaba qilgan bo'ladi deb qaramaymiz. Nima bo'lsa g'alaba qilgan bo'ladi. Qalbi qilishning intayin muhim bir o'lchami shuki, odam o'z ichki dunyosida erishmoqchi bo'lgan g'oyasiga, orzu umidlarga yetalsa. Masalan, bir dehqon bugun kechda bir non bo'lgan bo'lsa, tomoq yegan bo'lsa bo'ladi deb umid qilgan bo'lsa, uning dasqiniga 2 non kelgan bo'lsa, u xo'shib ketadi. Baxt degan shu. Bu odam noyat baxtli bo'ldi degan gap bo'ldi shu. Ba'zi odamlar xeyla men bu yil 1 million pul topgan bo'lsam bo'ladi deb umid qilgan bo'lsa, 200 ming deb qolgan bo'lsa, bu baxtsiz bo'lgan bo'ldi. Az deb qoldi. Orzusiga yetmadi. Shuning uchun hayot amaliyotda boshqalar bilan selishtirish emas, o'zimiz bilan selishtirishimiz kerak. Hayot xuddi nima o'xshaydi degan vaqtda bir mashinani haydab uzun safarga manganga o'xshaydi. Qarong'u kechida, zulmat kechida yo'lda mashina balkim 200 metr yoki 300 metr oraliqni ichida yo'rtib mangadi. Biz shu yo'lnish bo'yicha bir yerda bir munoq, bir nur bizni taqib turgan bo'ldi. Shu yo'lnishga qarab, yo'ldan chiqib ketmay, hangga chiqib ketmay, agirib to'qay yo'llar orqali shu nishonga qarab to'xtamay ilgarilayotgan bo'lamiz. Hayot amaliyot ashunchalik bir jarayondan iborat. Shuning uchun biz qisqagina hayotimizda tuqqazmamiz deydi ekanmiz. Biz chuqur tanlashni, voz kechishni o'zimiz tanlab olgan ulug' g'oyada bo'shashmay chin turishni bilishimiz kerak. Biz doimla ishlarni oddiy chog'laymiz. Masalan, nurg'un yoshlarga uchrayman. Ba'zi yosh bolalar ish qilasiz desa, mana shu To'ri bozorida do'kon ochibman. Do'kon egasi bo'ldim. Do'kon xo'jayini bo'ldim. Qanchalik bo'ldi? 2 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. Kim kayfiyat yaxshi. Sada shu bir qarxonchi turibdi. Endi 2 oydan keyin qarsangiz nima ish qilyapsiz? Do'konni taqib etdim. Pasishga bo'lmaydi-ku u. Eskiga xaridorlardan tillaydi-ku. Demak, tayyorlik kerak. Oddiy tutqilab qolamiz. Bu dunyoda asoyish yo'q. Bundan keyin raqobatning kuchlanishi, kishilarning o'g'unishiga, kishilarning shaxsiy qobiliyatining eshishiga, hamkorlik ro'yining kuchayishiga ergishib, bag'ancha har qanday ishni chiqarmoq tasdiq uchraydi. Taraqqiyga Allohda hatto quds birdigan, bu atrofdagi gullarni tozalab ishni tepishma asoyish emaskan. Shuningmi bir shart lazım. Men yillarda Amerikaga berib, bir mezgil turib kelgangach, xayri saxovat ishlar bilan shug'ullanib qo'ysam qanday bo'lar deb surish qilib baqdim. Unda fursat qo'yganman ham, o'qib qo'yaman, degan fursat chiqib qoldim. Unda asoyish yo'q-ku. Xayri saxovat ishni qilish uchun maxsus tizimda o'rni va kasolatimizni tekshiraydi-ku, shunchalik qobiliyatimiz bormi? Shuni qarab o'rnashtirdik-ku uni. Yugurib o'g'ilmaydi-ku. Demak, zamonning taraqqiy qilishi, bizim taraqqiy qilamiz. Hozir biz taraqqiy qilayotgan bo'lak. Bizim kelgusi taraqqiy qilib yo'l boramiz. Bunday holatda har bir odam navoit saq turib,
o'zining o'rnini, o'rbitasini to'g'ri belgilashi kerak. Shuna qilib idoraninki o'ziga loyiq bo'lgan, ham o'zi loyiq bo'lgan idoraning qapisidan kirgandan keyin o'rnining qapisidan. Bulardagi intayin muhim masala nima desa, biz cho'qim qanday qilib shu tim bilan shu ishni qilayotgan bir guruh odam bilan siz oraliqda yug'urilishni o'rganishimiz kerak. Men qanday qilib idora qilgandan keyin abilim tuzilsa, darajam yuqorilar, maaşın üstün bulan oynamaslık gerek. Oldu bilen oylaydigan narsa nima desa, men qanday qilib mushlarning arasida sizdan yug'urilib kirib, mushlarning bir tarkibiy qismiga aylanayman. Bu intayin muhim. Har qanday bir tashkilot, har qanday mayli-shaydan tashkil topgan bo'lsin, yoki o'tlardan tashkil topgan bo'lsin, yoki 10 ming odam tashkil topgan bo'lsin, yoki undan jiq bo'lsin, uningda bir o'rtaqlik bo'ldi. Bir oil tuyg'usi bo'ldi. Bir tavallik tuyg'usi bo'ldi. Şu tavallik duygusu tez surette erişiş hakkında tirishchanlik ko'rishimiz kerak. Men Amerikaga borgan vaqtda nishadim ziyorat bo'lib, nishadi bir cho'ng texnik shu Amerikada berib yashab qolgan bir yigit uchirdim. Bu yigit 8 yil o'tgan yashab o'tgan. Nurg'un jafolarni chekibdi. Ko'pir yashavdi. Men borgan vaqtda talaba qopdi, osh qopdi. Ko'chibdi, o'birini tozalabdi, talbibdi, boshqalarda xotirlik uchun mulozimat cho'pdi, o'z bitimini hatto shu cho'pdi. Shunday qilib yurib, oxiri o'zininki to'qchilik qobiliyati bor ekan, to'qlaylash bo'yicha yaxshi ish topib, biz borgan vaqtda buning kuni degan shundoq yaxshi ekan, Washingtonningki aytdim, go'zal bir yig'ining yanida dachilari bor ekan, ikki mashinalari bor ekan, kuni degan shunday yaxshi ekan buni. Sonra gap saldım. Sen Amerika'ya gelgende çıkıyımlıksan, japatatıpsan, nefretinle sen Amerika'dan? Sen bunun kadar çarşıyıp gitti. Benim hiç nefretinle mi? Amerikalıkның аты болсы, мушы тұпырақны бәрпа қылыш үшін қантар аққызыпты, жендін баз кечіпті, нұрғын кішілерінен кейін тірішталдық олан мұндақ бір мұйт шәртілініпті. Мен тек келіп, еш қандай тұйып қошындық білеген. Әмі тек қошық башлап атыма. Мен немем қасалсан нәпіретіліме беді. Бірақ біз әрбір егі баға вақытта үйәдің немеге ерішіме әмәс, мен үйәге неме берелейме деген ойлышымыз керек. Şu vaqt bizning qalbimiz, bizning yurgimiz, bizning tirishchanligimiz birga keladi. Tabiiy holda atrofimizdagilardan bir xil ijobiy energiya, ijobiy kuch olamiz. Atrofimizdagilar bizning mavjudligimizdan huzur oldi. Bizni xohlaydi, bizni qo'yniga oladi. Bu xil tuyg'u intayin. Bu vaqtda anandan keyin asta-asta biz ashada ulardan hamkorlashishni bilamiz, ish qilishni bilamiz. Rostgapni deganda bo'libmi, ish qilib topmagan, jamiyatga chiqmagan kishilar uchun aytganda mayli qanchalik chiq bilimni ko'p ketgan bo'layli, xizmat qilish qobiliyatini aytganda texnik o'zdan boshlash qilib turdi. O'rganishga to'g'ri keldi. Kamtar bo'lish kerak. Men ajabdan g'ayliq pilot bo'lib texnik yetaklash o'rniga ish tushgan vaqtimda bu idora qiziqarli idora, ko'p ish yo'q hamda. Siyosat xarakterli bir idora. Bizdan birini chiqib, choydan birini qo'yib ko'proq odam boshlab o'tirgan bir idora. Men dastlabda o'tirgan o'rindig'imni topolmay ishikda turman. Ularning nazarida men Beijing tibbiy universitetini bitirgan o'g'il bola. Boshqa bu chuqur bir akavr nima. Chunki qag'allarning o'qish tarixi daxli quraman. Asosan ayollarga qo'ydilar. Bu chuqur bizni ko'rmaydi degan bunday bir narsa bo'lganda keyin o'qitirman uni. Nima kamtarlik bilan faktorman. Lekin bir o'rindan qo'yman. Men sürtüvertisi, basını kötüp, sürtüdüme. Mali ötküvertisi, yürek bir ötküdüme. Şunda kılıp kısık vakitla bana arasıga çöküp, ular neminenki, işçiler uyuşmuşsunki, nemesi oldum, itibak, komitetinin bir nemesi oldum. Sorularını ötküdüme, yollarını ötküp, mülazimetlerini ötküdüme. Çünkü ben küçükümde aşağıda ülgengen. Sınıf başlık ettim, nemiş kılın dese, uruş bağalına cürtep, kutubu başlık bağalına tamak verip, kişiler mülazimetle kıtı cüretti benden. Mülazimlikni qilgan qisqa vaqtda ularniki yaxshi nemesi hurmatiga erishdim, bejo'zdagi deb daraxt yedim. Shunday kitoblarni akilib qo'yib o'tirib, o'rganish qilsam, ularni achar kelmaydi. Voy Erkin, sen o'rganish qil, ishni biz qo'yaylik deb menga sharoit yarattirdi bular. Voy kasallarga qolsin, voy Erkin men miyada deb ko'zitib qo'ydi bir yaxshi munosabat, bir yaxshi o'zlashish,
şekillendik. Tam yüzüklerini çıkarıyordum. Bulanın kayısının kıyınçılığı olsa, uruşup kağalı olsa, umuşa koyma. Aşağı kadar yürüp, faaliyetlerini hep verme, arkalar yansa. Canlandırıp bunun içinde gel. İşte hakikaten ki, bulanın hemisi, her millet yaxşı gördü. İşte kılıp, kısık vakıtlam, işini aldığı bir ambulatoriya kurulganda. Sen çıkıp işe işlerle yaxşı yerini uğraştırıp koyun da. Şimdi ambulatoriyada işleş jarayonida. Ambulatoriyadan qanday holda qalganini bilib oldik. Ambulatoriyani bilib olgandan keyin chiqib ambulatoriya qurdik. Yomon bo'lmadi. Shuning uchun biz har bir idoraga kirgan vaqtda biz oldi bilan shu idoraga singishni o'rganishimiz kerak. Singish hargiz muhokamalik qilish, cho'nchilik qilish, o'zanga so'qishtirish, xalq bilan hisob kitob qilish bilan o'lchanmaydi. Biz ishimizni ichimizga tiqib işimizni qilgan vaqtimizda tabiiy holda kishilar his qilolmaydi. Bu xil mehr muhabbat, bu xil yo'l qo'yish, bu xil minnatdorlik tuyg'usini atrofdagilarga biz singdiramiz. Shu vaqtda biz o'zimizning qudratli kuchining borligini yutib bu har bir odam har qanday bir yangi muhitga borganda qilishga tegishli intayin muhim. Shu idoraning qayta tuzumlari mayli o'z qalbingizdan o'tsin. Qo'l bilan shuni to'liq tushunib, shu bo'yicha ijro qilishimiz kerak. Onundan keyin sizgandan keyin shu idoraning odamiga aylanib, shu yerning xo'jayinlik tuyg'usi shakllangandan keyin uni keyin o'tirib ketib, "Ag'illar, men namofiqkan, o'zgartmam do'q boshlaq." Desak, hech narsa bo'lmaydi, o'zgartish mumkin. Ana bu bir necha yil vaqtda, texnik yetaklash o'rnini ishlayotgan vaqtimda bizningki nozir komiteti nozir idora keldi. Kelib menga deb bir so'zlab boshlab kelmoqda. Ayni ular qanday fikring bor degandek men qag'alab qo'yganman yangiroq kelgini. Men qilib ko'pchilik vakolatlarni bo'ydan mundaq mablag'ni ko'paytirish kerak, uskuni yaxshilash kerak, mulozimatni kuchaytirish kerak, bu odamlarning o'rnini ko'tarish kerak. Bunu cahil kıldırış gerek. O optimum rayonluk, pilavluk deyip texnik yeterleş orunu degan optimum budimdir bu. Köpüy sistemimiz bo'yicha bunu texniklik orunu bundaq cahil kıldırış gerek. Deptim, vah, qilbamiz chavaqchilik qo'shilib ketdi. Demak, biz aşağıdaki odamlarning qabul qilishiga erishgandan keyin ondan taklif bersak ular qabul qildi. Agar men ularga udul turib bilib, hammamizda urushib chiqqan bo'lsam, voy menga ishni qilsin deb o'ylayman. Shuning uchun biz bir to'pqa ketgan vaqtimizda shu topning odam bo'lishimiz, qalbimizni shu yerga tepashtirishimiz kerak. Biz doim bo'lliq vaqtimizni tortib bir xil azla xato ko'z qarashni qabul qilganlar vaqt. Ziyon topmaymiz. Ahmoq bo'lmaymiz. Kishilarga nima qilmanda qilmankan, hisob kitob qilib ko'rganda, siz bugun bir qatam iymon qilgan bo'lsangiz, men sizga bir qatam iymon qilib qo'yman. Uchinchi qatam iymon qilgan vaqtimda uni o'ylayman, qachon iymon qilib qo'ya olmayman xonamda. Amniyat uni hech qanday zaruriyati yo'q. Siz ko'nglingiz samba Erkin kamini şurada iman kıldım bir gün bir iman kılasam bular. Bir de siz ne var yok bulmayı deyme açtapsak bu münasebetimiz uzakka berişim mümkün. Daim alıp ölüyerdesine ime, kakındesine ziyan tatmayma diye adam köp sandaki kişilerin karşı yarışığa koyunu karışığa erişemedi. Köz aldığımızdaki ziyanga bardaşlık derken vaktimizde ondan biz uzak mezgillik kutuklarını kazanalım. Ben daim bizimki bo'ldi-da yo'ldoshlarımga, qarindoshlarımga so'zlagan vaqtda bir misolni keltirdim. Men shu burungi vaqt sizga vaqtida bu boshliqimiz bo'lganda, bu boshliqimiz o'tirganini ko'maydi qachon hadaversak bo'ladi. Bu odam qiziq odamki, idoralik gurshaklar tiqda. Men meniki yoshlar birlashmasining sekretari bo'lganligim uchun nima demo ishchilar birlashmasining xizmatim bor. Turmuş eğitmen. Şu görüşlerini erken sen taksim kıyırlar mağar koydu. Cimriğin cim yok. Şunun olan zaman çıkkıda 20-30 tağana koyup yıllık görüşlerini tahminen göz ölçerde qarab tağaları bölümende çıkılıp. Şunu hemimizni bilip oldum başlayak. Şaşıp etti. Sen bu adam kaççı dikirip qarab qaysusi semizrak, igizrak görüngen bolsa hiç tağan minuyumga birmedi. Ağalarını qağalarını bildi. Çıktı bu. Bir qanda hukutma. Ne 1 kilo artıq doğru şu. Görüş. Ya 2 kilo artıq. Erkin. En küçüğünü bana verip qağanı başqalarına verir. Degen bolsa bütün bilimdekiler onu qo'llagan bo'ladi. Odam o'zi qolmaydi, o'zi bizdan chiqib ketdi. Bizda chuqur qurbon berish ro'y bo'lishi kerak. Qancha qurbon berish bo'lgan vaqtda atrofimizdagilar bizga shuncha yaxshi narsalarni berish mumkin. Mayli shaxsiy korxonalarda ishlaylik, mayli hukumat idorasi, ish qilib bir to'p odam bilan ishlaymiz. Ish qilib biz ikki masalada atrofimizdagilar bilan talash-tartish qilamiz. Bu ikki masala nima desa, birinchisi ish taqsimotida.
Mesela işkimiz düşünçülük yani tozlaşkı nasıl olgan bolsak, siz jık tozasınız az kaldı, ben jık tozasam siz az kaldı. Bu vaqt işkimizin oturusunda sızıksız bilip aldık açılışım. Açtaq iş bolgan. Ben kichigimda yezliq bir maktabda o'qiydim. Yez maktabdan Noy bozordagi biz kuchada sha deymiz, mayli. Shaga yetkilib kelgandan keyin ammamiz voy sanadin gap deb men taza ko'zga mayda qarida tattishim bir endi o'tirgan bir yigit tarbiya ayet bo'lgan bir yigit bo'lgan. Ishkimizga maydonning bir qismini ma'lum bilib qo'yibdi. Bizlarni ish qilib bu to'pqamroq o'g'ashqa u nersa to'p o'ynab kagilunmidi. Shuna o'ylab biza bo'zaq qildi meni zararliq deb. Ya biza iliq yani o't turtun sezib yerimini süpürüp su çeşip koyup köpektim yakın. Bayaqtaki yerimi qayqaldi. Şu umu topun oynap qilib ketib qoldi. Ertesi şunu malum qilib tanqib ketdi. Bu ish qilganimiz biz qada bo'lmabdi. Maydonning hamma yeri suv sepishlik tozalaqlikmish yaqib qas qilamdi. Tanqib ketdi. Unga qarab o'tirdim, menga qarab o'tirdim. Shuningdan keyin ta 1-2 yilgacha iliq tozalik vazifasi maqtamaydi. Bu ikiz qovul bo'ladi. Voy Erkin sen buyoqda o'qitiblar, tozalaydi-da, mening vazifamni qo'shatlar. Qijilib ketdi. Voy qat nima bo'ladi? Ashunchalik yani tozalasam jinim chiqdan deb. Biz bazavat kichikkin ishdan talashamiz. Odam o'tirishdagi talashish ikkinchi jihatdan nima farqi bor desangiz, daromad jihatda. Masalan, nurg'unligi ish haqi deymiz. Masalan, mukofot pul deymiz. Masalan, ishimizga o'xshash mukofot pul kelgan bo'lsa, na o'ylayman, menga qaqtagisi keladi. Siz o'ylaysiz, sizga qaqtagisi keladi. Menga siz qaz qildi, sizga qaqtagisi menga qaz qildi. Bu shaxsiy korxonalar bu intayin o'shan. Masalan, korxonaga kelgan xodimlar o'tirsida, yuqori qatlamlar o'tir qatlam o'tirsida, o'tir qatlamdan asas qatlam o'tirsida. Taqsimotni qanday qilish bu intayin muhim masala. Hech kim bekodim pul bermaydi. Shu korxona o'zi pul tepib, o'zi ish oldi. Korxonaga jiqavasa xodimlar qaz qildi. Yuqori qatlam jiqavasa, o'tir qatlam qaz qildi, o'tir qatlam jiqavasa, asas qatlam qaz qildi. Buni qanday qilib tamponglashtirish bu oson ish emas. Dedik intayin muhim bir mantiqa nima desa, biz chuqur yo'l qo'yishni bilishimiz kerak. Xuddi o'g'ni mantiqaga o'xshash o'rgangan. Haqiqatda kishilar ongat intayin taraqqiyot etgan. Mening bir saboqdashim butun oilasi bo'yicha shu Shvetsiyaga o'tib ketdi. Oson ish emas. Dedik intayin muhim bir mantiqa nima desa, biz chuqur yo'l qo'yishni bilishimiz kerak. Xuddi o'g'ni mantiqaga o'xshash o'rgangan. Haqiqatda kishilar ongat intayin taraqqiyot etgan. Mening bir saboqdashim butun oilasi bo'yicha shu Shvetsiyaga o'tib ketdi. Qanday bo'ldi? Shvetsiyada kishilar bozorga chiqib, o'chirib turib, sayfiqtab, nivchiga oqa vaqtda machirin tanlab keladi. Bu qanday o'qiydi? To'g'ri, machirin tanlaydi, yaxshiman deb yo'q, unda emas. Men yaxshisini avasam, oqamda adam tutsa. Bu meningki qarindishimga o'xshash tutsa, bir shaharlik tutsa, shahar aholisi tutsa. Men uni yaxshisini avasam, machirinni tashlab qo'ysam satamasmi? Shuning uchun yaxshisaning qaso'da machirinni boshlab oldik Alloh. Biz hech qachon unday qilmaymiz. Biz yaxshisini boshlab qolamiz. Shuning uchun u Shvetsiya dunyodagi eng muvaffaqiyat qozongan davlat turizmisidan birisi. Odamlarning safasi shu darajaga yetib bo'lgan. Shuning uchun biz bir kollektiv to'p bo'lgan vaqtimizda ana shunday kollektivizmni, ana shunday to'pqinni shakllantirishimiz kerak. Bu bizning ma'lum bir idoraga kirishib ishlab ketishimizga, shu idorada o'z rolimizni joriy qildira olishimizga intayin muhim bir ong bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ish izlash masalasida yoshlar tanbaydigan o'xshash oldi bilan o'zininki o'z hayotida zodi qanday odam bo'lganligini nima ish qilib hayotini o'tkazsa o'zidan faxrlanadiganligini xuddi tavakkuladim degan o'xshash. Men ko'zimni yumgan vaqtimda hayotim ahamiyatli o'tdi deb o'zimdan faxrlanishni bilishim kerak degan o'xshash. Biz hayotimizni yashab bo'lgan vaqtimizda men hayotni obda o'tkazib hayotimda faxrlik o'tkazish uchun biz hayotning beshigida hayotini qanday o'tkazsam, rassom bo'lsammi, naqshchi bo'lsammi, usulchi bo'lsammi, o'qituvchi bo'lsammi, yo'lboshchi bo'lsammi, yoki cho'ng ziyoli bo'lsammi, texnik bo'lsammi, nima bo'lsam, yoki tarovuz deydigan tarovuz shofir bo'lsammi, ish qilib nima bo'lsam men rahat o'taman umrimni degan narsani o'ylashimiz kerak. Onundan keyin shu nishonga to'g'ri keladigan yo'llarni tanlash jarayonida oldi bilan qo'saqlik qilishni o'ylashimiz kerak.
Ba'zi to'g'ri kelmaydigan ish yo'qolsin saqlab yotmay, ko'z oldimizga kelgan ishni to'g'ri tutsak dedi, ammo bundan ezib ketmay, to'g'ri nishonga qarab davom qoldirib ilgirlashimiz kerak. O'z nishonimizga o'z nishonimiz uchun zarur bo'lgan qobiliyatlarni to'xtamay yetildirishimiz kerak. Biz ish qo'llashdik, xizmat qildik deganlik harbizmi bizningki izlanishimizniki, o'rganishimizning to'xtab qolganligini tushuntirmaydi. Masalan biz burada barliq xodimlar orasida to'xtovsiz o'rganish o'yini tashabbus qilamiz. Biz yuqori qatlamdan tortib o'zimiz uyg'onib hozir burada o'rganish to'lqini, o'rganish qizg'inligini qo'zg'atyapmiz. Masalan men o'zim desam, men burada qurilgandan keyin 97-yil qurildi. 2002-yillargacha asosiyatdan kasbiy materiallarni, ardishmaslik haqidagi texnik materiallarni ko'p izlanib, hujjatda ham material ko'rib, qilib qatnashib, mamlakat sirida asosan texnik masalalarni ko'p o'rgandim. 2002-yil bo'lgan ko'lamining ilgarilishiga ergashib, boshqarishning muhimligini, doktorxona boshqarishning o'z oldiga bir ilm ekanligini his qilib, men doktorxona boshqarish haqidagi o'rganishni kuchaytirdim. 2002-2004-yilgacha Şinjan Tibbiy Universitetida tibbiy boshqarish kasbi bo'yicha aspirantlik o'qidim. 2004-2006-yilgacha Beijingga borib, shu Jatin degan kishi ochgan Changjiang savdo boshqarish universitetida shu MBA, ya'ni yuqori darajali qarta savdo sanoatini boshqarish ilm bo'yicha korxona boshqarish o'rgandim. Undan keyin to'xtamay ham kasb ham doktorxona boshqarish haqida ilm o'taman. Bir tarafdan o'zimning haqiqiy qobiliyatini o'stirish, ikkinchi bir tarafdan sabdoshlarimga, atrofimdagi qarindoshlarimga ulgu bo'lish. Bizningki boshlig'imiz bizning oldimizga qadam yurmayotgan bizning yurganimiz. Bizning kichik yoshlarimiz aytganda ulgu bo'lishni o'tsin, to'xtamay o'rganish qilyapmiz. Shuning uchun odam to'xtamay o'zininki shu nishonni qarab ilgirlashni bilish kerak. Hayot amaliyotda biz bir cho'qqa qarab to'xtamay ilgirlash jarayonidan iborat. Ba'zilar azroq minutlar atrofdagi baland manzillarga nasib qilib shu yerda uxlab qoldi. Shunda uning borgan yeri shu bo'ldi. Ba'zilar ko'zini yumbilibla atrofdagi manzillarda munkar yo'q, to'xtamay oldiga manganda bir kun to'qqita ko'z yumilib ketib qoladi. Butun mangdi lekin ko'ranmadi. Hayotning lazzatini ko'ranmadi. Ba'zilar qadimini to'xtatib qo'ymay, nishonni to'g'ri bayqab, sagak oldiga mang'ash, atrofdagi manzillardan to'xtamay o'ldirib mangan bo'ldi. Shuning uchun biz hayotda ham to'xtovsiz izdinish, tirishchilik, ham o'zimiz va atrofimizdagilarga shu daqiqada, shu sekundda, shu vaqt chekida yetarli hayot lazzatini berish, ato qilishni bilishimiz kerak. Bu haqiqiy yashashdagi muhim bir qobiliyat bo'lib hisoblanadi. Erkin aka, nurg'unlagan atrof bilimlardan xabardor qildingiz. Hozir atrofimizda atalmish temir tovoqdan umidan o'zib, o'z oldiga iyilik tiklash orzusida bo'layotgan yoshlarimiz intayin ko'p. Nurg'unlagan yoshlarimiz shu turibmiz. Bularning ichida ishlari yurishayotganlarmi? Shundaqla ish boshlab, ishlari yurishmay, nishoniga yetamayotganlarmi? Aldirab ish boshlab qo'yib, keyin qanday qilishni bilmayotganlarmi? Qanday ish boshlashni bilmay tangir qalayotgan yoshlarimiz intayin ko'p. Mushu yoshlarimizga mu ikki yil yuraksiz xizmat bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Bu men aytib qiziqadigan bir tinkan. Amaliyotda o'zimga nisbatan aytgan vaqtda iyilik tiklash jarayonini desak, tasoddifiy emas desak bo'ldi. Chunki men oliy maktabning o'ttirik mezgillaridan tortib shunday bir o'z oldimga ish qilishning imkoniyati haqida o'ylanib kelgan. Tasoddiq desak bo'ldi. Chunki dastlab kirishga vaqtda biz hargizmi o'zining umumiy ko'lamini, taraqqiyot jarayonini laylab qo'yib turib qilgan emas. Ketib asta-asta ahvol qarab, ko'lamni kontrol qilib ilgirlab mangan. Endi shu sohada izdinish yo'lida yoshlarga nisbatan men deydigan birinchi eg'iz yetim shu xil g'ayratga olib. Har qanday millat, har qanday ijtimoiy to'pning inovati oxir hisobda shu to'p ichida buyuk korxonalarning, buyuk korxonchilarning bo'lmaganligi tarafidan belgilanadi. Masalan, nemislarda yo'q, yaponlarda yo'q, butun dunyoda nurg'un buyuk korxonalar orqali kishilarga o'zining mavjudligini to'ntib turyapti. Shuning uchun bizning shu yarasharlashgan, ijtimoiylashgan, zamonaviylashgan, uchurlashgan bugungi dunyoda o'zimizning buyuk korxonalarini yaratish huquqimiz
Ama mesele şöyle ki, iyilik yaratish hamma odamga mos kelishini ataydi. Buradaki muhim bir mesele nima desa, iyilik tiklab o'z oldiga ish qilish xiyolda bo'layotgan yoshlar oldi bilan chuqur mening hozirgi zamonda yoki kelgusida kishilarning eng muhim ijtimoiy ehtiyoji ekanligini bayqash kerak. Biz ish qilgan vaqtda, iyilik tilgan vaqtimizda men bu ishni yaxshi ko'rib deb qilsa bo'lmaydi. Mening ishim alayda. Men erlikni yaxshi ko'rganligim uchun shunday munosabat qilgan. Ammo odatda kishilar uchun qilgan vaqtda o'zimizning yaxshi ko'rdig'ini emas, xaridorlarning yaxshi ko'rdig'ini bilishimiz to'g'ri bo'ladi. Chunki biz bozorlik bo'lganda, xaridorlik bo'lgan vaqtimizda anandan keyin bizning ishlarimiz yurishadi. Agar biz xaridorlarning ehtiyojini o'ylashmaydi ekanmiz, bu ishni qilib bo'lmaydi. Shuning uchun biz qaysi xil kasb, qaysi xil ishni tanlagan vaqtimizda xaridorlarning ehtiyoji menimcha intayin muhim bir halqa. İkinci muhim mesele, biz chuqur o'zimiz tonishlik bo'lgan sahani qilishimiz kerak. Agar biz tonishlik saha ichida zamanning ehtiyoji bo'lmay qolsa, biz qilmoqchi bo'lgan ishimiz bilan oldidan yetarli tonish bo'lib, ondan u ishni davomlashtirishimiz kerak. Masalan, bu yerdan shu yerdan ko'rib bozorda do'kon ochgan yoshlarni misol oldim. Yurib chiqiblam ota-onasidan yoki urug'-tuqqanlardan azroq qarz berib ishni boshlab qo'ydi. Do'kon ichi asa o'xshaydi. Men deyman, u odam agar shu ishni qilmoqchi bo'ladi ekan, shunday do'konda uzoq mezgil ishlab boqqan bo'lishi kerak. Bu do'kon qachon ichiladi, qachon taqiladi, mal nereden keladi, nega ketadi, xaridorni qanday qilish kerak, uning taktikasi narsa, nada bir necha odamni boshqarishning amallari qanday, uni o'rganish kerak. Ondan keyin qilish kerak. Shuning uchun biz chuqur o'zimizga tonishlik sahani izlashimiz kerak. Ma'lumotga to'g'ri qolgan vaqtimda bizning yurtdan shu har xil yurtniki yerlik mallarni ishga olib sotadigan odamlar bor, yosh bolalar. Bunun ichida qo'yning achchig'i uchun ishga olib sotadigan bolalar bor. Bu achchig'i uchun bular qarablam manchko yapon qahning qo'ldan elib chiqib apordi edi. Abagandan keyin ishkirda ularni setib olganlar qanday qildi desa, ularni setib olganlar bir simotdan ishlangan rayon bo'lib, suv tushib turdi. Shu yer orqali bu uchayning ichiga suv qochmaydi. Suv orqali suvni ichiga qochlab qissa, uning diametrini ichiga teshik va yo'qligini, atrofining teshilib teshilmaganligini qo'ldi. Demak, u qancha teshilmagan bo'lsa, diametri qancha cho'ng bo'lsa, bu shuncha pulga yaraydi. Shundan bular shunday o'lchaplab, sizning uchayning manjin darajada kuchaygan. Shuning uchun bu manchi pulga yaraydi deb ular o'tkazib oldi. Masala shu ediki, bizning yoshlarimiz haqiqatki qassobning qo'lidan og'a vaqtda unda jarayonni boshdan kechirgachga, bizning yoshlarimiz jiq pulga yaramiki deb aytib qo'ygan, 3 oy ishkirga qolganda a'loni o'lchimdan o'tolmasdan azam chiqib qoldi. Bizning odamlarimiz yaramaydi deb azam pulga qo'ygan 3 oy ayada qimmat pulga uchrab qolish mumkin. Men dedim, buni o'rganib tanlamamda o'tdim, qanday qilganimiz deb. Sizlarning o'rningizda men bo'lsam, men shunday 3 oy zavod qilganlarning yeniga berib, haqsiz bo'lsa-mu bir necha oy ishlayman. Hech qancha murakkab narsa emasga o'zim bilan qo'pirvasa bo'lgan narsa. Şöyle işlep uygulayıp kaydısını, üzerinden ma'lamda aşağı narsasının birini kurup, benimle ölçep, anandan keyin ölçemge düşürüp ekilme. O'z bir adamın ayet to'xtab qo'yma, bahani to'xtab. Chunki baha to'xtamay tavrab turdi. Ash bahaga to'g'rilab olaman. Ash bahadan foyda qilib olaman. Bunda qilmaganda hech qizigan chiqmaydi. Unda olmaydi ekan, bu ish ichida yomon qiziqda. Ba'zida yugurib keldi, chiroydigan qo'shol namoyadi. 200 ming qo'yib paytda qo'ydi. Endi kuni yig'lab turdi. Men mayli shuni 300 ming qo'ygan turibdi. Chunki qiymatga qo'ydi bular o'qmay. Demak biz o'zimiz qilmoqchi bo'lgan ishga yuksak darajada tonishimiz kerak. Nima ish qilishimizdan qat'iy nazar. Bu ilmiy tiklashdagi ikkinchi muhim diqqat qiladigan omil. Uchinchi diqqat qiladigan omil nima desa, ko'lam chuqur o'zimizning boshqarish iqtidorimizga mos kelish kerak. Ba'zan bolalarga qarab cho'ng-cho'ng to'y-to'kun o'tkazadigan restoranlarni ichib olgan bo'lsa, ota-onasining imkoniyati bor, iqtisod mablag'siz imkoniyati o'qituvchilardan boshqa restoranlarga to'g'ri olgan. Uni boshqarish iqtidorimiz bormi, yo'qmi? Oldindan bir ichki yo'z qo'ydigan tamoqxonadan birini ichib chiqish kerak. Shunga yetam deyapman-da. O'zimiz chiniqib, ko'zimiz yetganda undan asta ko'lanib bu korxona xuddi bir paroxodga yoki bir cho'ng bir organizm o'xshaydi.
Şunu kontrol qiluvchininki qobiliyati shunga yetadi. Agar sizning qobiliyatingiz kichikmi, 2 kishilik bundaq kemini haydashga yetsa, shunchalik kemini haydab turishingiz kerak. Yo'q, Titanik hodek parxotni haydab olgan bilan uni haydashga qobiliyat lozim. Muznadi va qachon avval rolni burash kerak, qachon nima qilish kerak, uni nurg'un murakkab boshqarish qonuniy to'g'ri tushunmay turib, yo'q ish qilishga qilmaydi. Shuning uchun o'zimizga loyiq ishni topishimiz kerak. To'rtinchi, ilmiy jihatda yosh do'stlarga berilgan maslahat nima desa, biz ish qilishning darsligida markaning naqadar qadr qimmatli narsa ekanligini bilishimiz kerak. Bizning odamlarimizda marka qattiq tunish yetarli emas. Hozir biroz eshitdi, buni texmo yaxshi emas. Masalan, bunun bir ağabeylerim bulduğunda Türkiye'den kilip işede Kurum Japan sattılar. Kurum Japan'ı da sizlerden bizge aşuları getirmesek bu vakitte Kurum Japan kişinin anca bilmeydi ama işler aşulara gelken. Ben dedim bu sizler bir dükkandan birini açsana. İzanın markasını çapmışsana. Aşu Japan'ı sak ağa vakitte hep alanın markası gedip asa yakşamaz mı o desem ya şimdi marka kılmay asla yıllarınki marka alayındaki ibadet. Bunu yeni bir ağabeylerim buldular. Aşkhana açtılar. Ulanın kelip pulu çekilip etken bu başka aşkhanın ornu. Hatta bir işkiyin gibi pulu türlü aşkhana. Hayada kaysi yol aşkhanası isimli şunun göçük oldu. Azatlık yolu aşkhanası, azatlık yolu Müslümanlar Uygur aşkhanası. Galibiyet yolu açsa galibiyet yolu aşkhanası. Ay özür yaparlar da bunun ismi. Bu markine uskunu yok. Kendimiz bilimiz mi şu? Bel diyen şirket mi? Bel şirketi. Bel şirketi Beslet'te aşkın aşkan adamın ismi koyulgan. Bu jigit alimetet doktorqa vakitte kompüterini mi dak? Remote koyup yasak koyuşkudaki vacibettir de bu. Raptorlarınki, malumlarınki, sabahdaşlarından kompüterler buzuluk kalsa bunu yatık rekor etken. Yasak koyuyorlar. Şunlar bu yasaklam küçük bir döngülekinin üstüde yüzününki derdiğe ismini yazıplam, bu küçükle koyup yürüdü diken. Bu şu narsa çaplangan kompüter bunchalik vaqt ichida buzilib qolsa men haqsizda qayta hesab beraman. Mening qo'limdan chiqqan kompüter shu. Asta kishilar voy darajasimiz deb butun maktab bo'yicha kishilar ashni izlaydigan bo'ldi ekanda, shundan keyin turib ketib, voy bu oldilar bir shirkatga joylab, shirkatga chiqdim, kompüter qilib asta kompüter ishlab chiqib keldim iborat hozirgi dunyoda intayin mashhur kompüter shirkati maydonga keldi. Shuning uchun bu yerdagi marka cheksiz qimmatga ega. Bizga biz benz mashinaniki oldidagi shu mikrobirakning ichidagi 300 yillik ajbalgan shunday ko'rgan vaqtimizda ko'nglimiz yurib ketdi. Vau, katta mashina ekan mavda. Qo'ncha 20 yil ketgan, qo'n taraqib ketgan mashina bo'lsin, ajbalganini ko'rsak, bir xil endi xo'p qolamiz. Isl mashina keldi edi. Amaliyotda u belgini burun kishilar bilmaydi. Shuni mashg'ulot qiluvchilar, shuning egillari uzun yillik mashg'ulot jarayonida shuning shunday bir ruhni ato qilgan. Qolgan narsalarni shunday, masalan Coca-Cola deymiz, nurg'un markalar, Sony deymiz, Toyota deymiz, Honda deymiz, mushlarning hammasi shu markaning yaratuvchilarininki uzoq mezgillik aql parosati amaliy natijasida anondan keyin shakllangan marka. Shuning uchun biz eslab turamiz. Olim oziz ish cho'ngib qolsa, markani qanday qiladi degan narsani o'ylashimiz kerak. Markaga kelgan vaqtda biz cho'qim kishilarning oson esida qoldirgan. Ixcham bo'lgan, o'xshamagan tilda o'xshashlik jaranglik degan bo'lgan. Bo'lsa shu ishni qiluvchilarga ilhom beradigan biror otni topishimiz kerak. Masalan, mìsranىم تورى. Bunga yaxshi. Mìsranىم bilan bir siliq, mìsranىم deymiz. Bizga o'xshaydigan bir yaxshi odamga mindiradigan otni topishimiz kerak. Ularning hammasi shu korxona qiluvchilarininki bir ulug' g'oyasiniki, jiroq natijasining borligini tushuntirdi. Ba'zilar uzun ot qo'yib olgan. Burundan aşağı bir aşkhanını koyganda, şunchilik yo'g'on u xat. Mashinaga ketib olsangiz, ag'ashdan boshqa o'tib o'qib olmaysiz. Üstüne atosh, falan hacim, üstüne atosh, tumshuq, falan hacim, Uyg'ur tamdagi güzel tamlik aşkhanımı bilmem. Uzun deb isimni qolmaydi. Shuning uchun cho'qim ismi qoldigan. Oson simga buzilgan. İstemalchilar tarafidan oson qabul qilingan. Bir ismni tepish kerak. Ijobiy bo'lgan. Bunday bir ismni tepish kerak. Bularning hammasi shu ishni qiluvchilarning uzoq mezgilda Xristianlik bo'lgan
hazır bizning masalan oddiysi oshxonalar desak nurg'un markalar shakllanyapti. Buning hamması yaxshi ahvol. Kiyim-kechak, ishchilik, boshqa taraflardan asta-asta kishilar markaning qimmatini bilmadi. Ammo masala shu ediki, markaningki oxirgi qadr qimmati hargizmi uning aytilishining jarangliq, yana bir qanday tarafidan belgilanmaydi. Uning eng zo'r qimmati nada desa, uning xaridorlar qalbidan o'rin olganligida. Xaridorlar qalbidan o'rin olish uchun uchuqum, to'limi sifatlik, to'xtamay yenilik yaratadigan, xaridorlarning yangi ehtiyojlarini chiqalaydigan, xaridorlarni xotirjam qiladigan bo'lish kerak. Va ishkin olib shunday bir benzin mashinani to'xtatib qo'ygan bo'lsa, ishkilanmaylar. Xaqram turgan bo'lsa, ishkilanmaylar bu mashina qimmat pullik mashina deb o'ylayman. Chiqib o'tirma bir eski mashina. Nima ish deganda shu benzin ishligida uzoq mazgil yolg'onchilik qilmay, xaridorni aldimay, yenilik yaratib, ishonchlik, sifatlik, pulga loyiq mal ishlab chiqarib, ashunday bir ruhni sindirgan. Biz ma'lum bir markani yaratgan ekanmiz, o'z markamizga sodiq bo'lishimiz kerak. Har qanday ahvol ostida shu marka uchun jinimizni tikishni bilishimiz kerak. Aytmoqchi, Yaponiyada bir oyoqchilik qilgan cho'ng shirkat vakillari raq qo'yadi. Ikkinchi dunyo urushi mazgilida shu pul bo'yoq yetishmay, shu zavod boshliqlari oldirib ketgan boshqa yaramsiz bo'yoqlar bilan raqlarni bo'yabdan chiqib ketdi. Sifatsiz chiqib qoldi bu raqlar. Chiqib qolgandan keyin bu qarqon xo'jaligi bu ishni bayqab qilib, raqlarni akilib, shu to'xtatib, shu zalga, shu pichog'ini chiqarib abashdan boshqa o'tirdi. Tinqlam daxm buzdi. Hech qanday odamningki sifatsiz malni chiqarishi ruxsat yo'q. Amaliyotda shu malni shunday jitilasa, kimga ziyon bo'ladi desa, shu xo'jayinga ziyon bo'ladi. Kimga isroflik bo'ladi, shu xo'jayinga isroflik. Agar ketayotgan bo'lsa, kimga foyda bo'ladi, shu xo'jayinga foyda bo'lishi mumkin. Ikkinchi dunyo urushi, mal sotilmayotgan odamlar ish qilmayotgan intayin jiddiy masala. Jumhurda masalan hayat shirkati degan shirkat bor. Hayat shirkatniki boshlig'i Jamolimin degan odamning intayin mashhur bir harakati bor. Dastlab bu mazgilda bularni shu o'yinlarga avatan shu ishlab chiqaribdi bular. Avatan shu ishlab chiqargan vaqtda qandaqdir bir zavoddan mana sifatsiz mallar magazin kirib qilib namatiq imkon olindi. Olingandan keyin shu yaxshi bo'lmagan mallarning hammasini devlab qalbdan chiqib bir odamni oldi. Chiqib bu odam. Nurg'un ziyon bo'ldi. Xayrda. Ammo bugungi kunda xayr Jumhurdagi eng buyuk qahramonlarning birisi. Shuning uchun biz ma'lum bir markani chiqargan vaqtimizda biz shu markamizga sodiq bo'lishimiz kerak. Men bugungi ishlar yurishib, biroq bir bankka chiqib yaxshi bo'lib ketgan vaqtda Abdullayliq dialog to'g'ri yetaklash o'rniga shu vaqtda mas'ul bo'lgan xodim bana bir taklif bergan. Shu siz bilan ishlagan shu dialog to'g'ri texnik yetaklash o'rni hozir undan yurishmay qoldi. Mishadim bir qo'shimcha bir boshqarib naqdlansa. Bu ismini bo'lganda o'zgartirib hamdo. Mesela yo'q unda qildi bu degan bo'yinni ko'manda o'rin tursa bo'lmaydi deb. Men dedim bir qancha ta'rim bo'lsa-mu, bo'g'da deb atalgan shu bir xil tuyda o'tirgan. Yerdan qanchalik manfaat, qanchalik yaxshi narsa kelishi uchun muhim emas. Chunki bo'g'da 20 yil, 50 yil, 100 yil, 200 yil, 1000 yillik büyük ilgilik nişanı qarab ketayotgan korxona. U yolg'iz men shu oyda, shu yilda, shu mezgilda qanchalik pul topishim, qanchalik bir shanshirakka erishishim tarafidan belgilanmaydi. Uning sog'lom, uzoq mezgil nemish ma'lumotlar uchun intayin. Mumkin agar qanday bir markani yaratgan vaqtimizda shu markaga yuz keladigan, shu markaning haqiqiy qadrini qiladigan ish faoliyat bilan shug'ullanishimiz kerak. Masalan, yemak ishmak bo'lib qolsa, unga chuqur sog'lom narsalarni aytishimiz kerak. Masalan, shu ishlardan bizga ma'lum bo'lsa kerak, yaqin mezgilda shonquy deydigan bir go'sht yemaklar sotadigan bir shirkat bor. Albatta musulmon jo'g'u bo'lmag'achqa bizning qatnashimizda tushunmaydi, ammo intayin cho'ng shirkat shonquy deydi. Tuyuqsizlar orasidan ishonchsiz mazmun chiqib qolib narsa bir oqshom bilan bayram bo'ldi. Shunchalik buyuk korxona bir oqshom tugashdi. Demak, sizlikni qo'llashuv, yengillikni qo'llashuv, o'zining
xaridalarga haqiqiy sodiq bo'lmagan marka büyük bir narsaga natijaga erishadi. Ba'zi korxonalar, ba'zi markalar var 100 yil, 200 yil, undan ortiq yashab, necha avlod oildan oilaga o'tib, adamdan adamga o'tib, hozirgacha shunday o'zining qudratini saqlab kelyapti. Biz zamonimizda ana shunday büyük korxonalar, ana shunday büyük markalar chiqishi mumkin. Ama mesela bizde ana shunday bir jur'at, ana shunday bir g'ayrat, ana shunday bir vijdon, ana shunday bir qalb, bir g'oya, bir nishon bo'lishi kerak. Shu vaqtda anamdan keyin bizmi o'z xalqimizni emas, boshqa xalqlarni, chet eldagi boshqa millatlarni qoyil qilib biz korxona markalarni yaratalaymiz. Korxona qurishning 5-chi muhim halkın mədəsi karxana demək həmkarlaşış demək. Biz çoxum həmkarlaşışını öyrənişimiz gerek. Mən qocayım buldum, yapılan qağalarını gözlüyüm Allah qısaqlamaydı. Biz bir xizmətdaş. Mesela boğdum desek, böyle bu tazlıqçı, yoki qaravul, yoki doktor, sestra, yoki kim buluştuğunu qatımızdır. Biz gurur cihettin beraber işlerlikimizni her açan eskertip doğduk. Gurur noktasında hamma adam o'xshash. Faqat vazifamiz, ish taqsimotimiz, mas'uliyatimiz o'xshash emas. Kirimizmi shunga qarab o'xshamaydi. Ammo biz odimiylik jihatdan o'xshash. Shuning uchun biz kishilar bilan hamkorlashishni o'rganishimiz kerak. Bu xil hamkorlik ro'yi, yana nurg'un mazmunlar va hamkorlik ro'yining ichiga kirib ketsak, ma'lum shakllar, ma'lum masalan boyaqidagi marka, hamkorlik ro'yi, mulozimat engi, qimmat qarishi deganlar yig'ilib bir korxonada şu karxana medeniyetini şekillendirdi. Şu karxana medeniyeti ameliyatta o şu topninki, o şu karxanınki kudret tapalış tapılmasıdır. En muhim ruhi kuşkurdu hesaplandı. Xuddi o'z vaqtida aytilgan o'xshash, yashash uchun tamoq yeyish kerak. Ammo yashash tamoq yeyish uchun emas. İşiniz kerak ki, mayli xo'jayin bo'lsin, mayli karxonadagi odamlar bo'lsin, shu ishni qilishdan maqsad tirikchilik qilib pul topish uchun. Ama yalnız pul topish uchun emas. İnsanın gururi, bir xil azmış kayfiyatı intayin muhim. Biz shunday kayfiyatga hurmat qilishimiz, ana shunday bir korxona madaniyatini shakllantirishimiz kerak. Bu xil hamkorlik ro'yi intayin muhim. Erkin deganlarda bilinish tegishlik 6-chi muhim masala nima desa, korxona u bir hozirgi zamondagi mavjudlik bo'lishi bilan Garip devletlerde o 700 yıllık terakkiyat jarayonida o muqim bir endizige, yaşaş endizisi deb bo'lgan narsa. Uni masalan stratejisi deymiz, tashkiliy qurilmasi deymiz, odam qabul qilish deymiz, odamlarning emgak natijasini baholash deymiz. Bu maliye tertibi deymiz, ma'mur tertib deymiz, kasbiy bexatarlik deymiz. Bunun hammasiniki o'xshamagan kasblarga mos qiladigan, bir-birisidan biroz farqlansa, cho'ng jihatdan farqlanadigan bir qator qonunlar bor. Uni cho'ng jihatdan tinchlik darajaga borganda undan o'rgansimi, shunchalik qabul, chunki u jihatda masalan men yetib qolgan chanjang ham beriga o'qishdan aytib qimmat, yurib qoplamay uyini berib o'qiyolmaydi. Bo'lmasmi, kichigidan boshlab shu tarafga qarab nimish kerak. Masalan, uning bir piramida shaklli qurilmasini shakllantirish kerak. Boshqarishning odatdagi aqalli andizasi nima degan vaqtda aqalli andizasi bir odam jiqadan boshqasi bo'ldi. Ammo bir odamni jiqadan boshqasi bo'lmaydi. Bir odamning cho'qim birni boshlab olish kerak. Bir odamning ikki tarafdan, uch tarafdan boshqa vaqt ish qilolmay qolish kerak. Bir odam ko'padan boshqasi bo'ldi. O'nidan 20dan, 2dan boshqasi bo'ldi. Ammo bir odamni cho'qim bir odam boshqarish kerak. Bu boshqarishdagi piramida shakli. Undan boshqa har bir odamningki mas'uliyati, huquqi, daromati barobar bo'lishi kerak. Yuqori mas'uliyatni ustida odamning oldigan daromatini chiq bo'lishi kerak. Huquqi cho'ng bo'lishi kerak. Huquq cho'ng, yuqori daromad olgan odamningki majburiyatini cho'ng bo'lishi kerak. Bu xil tartibni asta-asta ketib berib shakllantirish kerak. Biz cho'qim hamkorlashish jarayonida başkalarının qandaq başqurishni, başkalar tarafidan qandaq başqurishni o'rganishimiz kerak. Başqurishni qabul qilish kerak. Hammamiz ilg'imizga to'planib chiqadi. Uchimiz korxona qursak, hammamizniki lider vaqtimiz keldi. Bizniki cho'ng kamchilik besh yerda. Biz cho'qim askar bo'lishni bilishimiz kerak. Biz cho'qim yo'l boshlab minishning qanchalik
zo'r tavakkülchilik qanchalik zo'r xatar, qanchalik cho'ng mas'uliyat ekanligini bilishimiz kerak. Hammamizning shunday mas'uliyatni ustimizga olishimiz atayin. Ba'zilarning shunday qobiliyati bo'ldi, uning shunday fursatni berish kerak, ba'zilar tish oxirida nima ishni bilish kerak. Bu taraqqi topgan alladagi kishilardagi intayin muhim asos sopa. Masalan biz Titanic nomorli markalı paraxodning chukib ketganligi haqida kinoni ko'rdik. Shunday tuyuqsiz paytda paraxod chukib ketgan vaqtda o'sha kishilar shu varam turuning orasida tizim tashkillanib bolalar, ayollarni paraxoddan tushirib, garchi oz qismini chiqarib olgan bo'lsa-mu, tartib shakllantiradi. Bu tartib topgan alladagi asos sopa. Tartib topmagan allar unda tartib shakllantiradi. Tartib deganlik nima desa, ba'zilar boshqurishni qabul qilish kerak. Tartib degan nima desa, tuzum, qoidasi, shu o'rinning qonunlari belgilanishi kerak. Buni ishni qilishga bo'ldi, buni ishni qilishga bo'lmaydi. Bu narsa asta-asta har bir korxona, har bir o'rinda shakllanishi kerak. Men bir yaqin birodarim bo'lib, kichikdan aqlli ishlarni qilishga omroq og'inamdi. Ammo ba'zi erkinlikni yaxshi ko'rdi, ixtiyoriy. Shundan bu avvalimiz kompyuter mulozimlikdan shug'ullangan o'rni ekan ko'chada. Yaxshi yurishib ketgan bo'lg'achqa men birinchi berib ochaman. Lekin men bu avvalimiz dedim, endi bu ko'chada birobda men avassa. Sen buni tashlab ketib kelamsa desam bu biroz xafa bo'ldi. Sen yaratmadi ham. Endi qalamay deb o'yladim. Ko'chaliksin taqib tutlam. Birinchi keldim, ichib oldim. Sen qarsamda bu ochdi kompyuterxonni. Müziksini yok. Esip koydan. İçine koydan telefonum yok. Kaydı tüzüm mü yok? Bu akşam silahızda sorularda oturup kaldı. Başka kimde işe kal? Egen gelip işleydiğen ballar titrep işkilip durdu sırtta. Başka yok o işkilike. Açıdan. Şundan bunu başlık gelip işini açıyordu. Hemen kirip oturdu. Şu tamak vakti olanda bakar bir tamakya kırsak vakti gelse ben de yine diyorum. Yine kaldıraysa otur ya. İşini kıldı balımda karab işte kıldı. Şundan bir sıkılıp balı toxtamaydı ya da. Maliyet tertibim yok. Bendim ağıyla meyege yüzgülüm birine az. Çıkaylık olsun. Müş kıdığalıqını yaz. Telefonun birine koy. Feridala oxsun. Andaki ma bir neçe balının içinde bir sınırmış nöbeti başlık. Sayla yüzden bazı dikilenmeyse pulmuşunu yüzüp hatırlar. Aslında hiç kim epkaş etmez. İşini iş gerek balığa. Şu balık ağalarını baş olsun. Terbiyle. Saat mançid işlerimizde şunca dikel. Yadımız balığa şunca dikelsin. İş geçilsin. Mançid takayımızda şunca taka. Üzülçlü. Tertib olsun. Ulan tertib yok. Ahırızda adamızdan iş yürüşmey. Dükkandan takip edip gidip kaldı. Demek Kılıçlık, ahliş kılmazlık şu adamın hayatlık bağlılık. Biz karxanı açımen, işleymen degen kendimiz amalının barca uzak mezgil mağalaydıgan tilişlik kölemge ege bir karxanı şekillendirişimiz gerek. Ben doğru kurulgan destek mezgillerinde şimdi hakikaten degen Erkin'de bir karxanın oluşturup demendeydikken o tilişlik kölemge özüge xas başkalarına uğuşmaydıgan olaylık iyi konuş gerekti. Onun için bu gidip hazırım kuş gibi. Çünkü biz karxanı kurumuz degen kendimiz küçük yine. Ben de dedim avval bir küçükten kıtakış gerektir. Ama küçük karxana uzakka baramaydı. Onun için amalda küneytip kölem çekelim. Kölem çekilen vakitte onun ben degendek aydı usulleri, tüzümleri, orbitisi, gayesi, karxanı medeniyeti asta şekillengen buluş gerek. Anladın mı o kendi yeraydı? Yüzük kat olaylı buluş gerek. Her neymi tuşunda ortak olmaydı. Kalk bunu işlep çıkart, onu işlep çıkarsa. Kalk bunu işlep çıkart, bunu işlep çıkarsa. Ben ayız sahada üzemden kurulunca ayıkıldı alayım dikenmesin. Tetkik ediş gerek. Uzak mezgil şu cihette. İzdiniş gerek. Yani şu vakitte bizim asta yüksek, kudretli dünyadan kıva karxancılar çıkışı mümkün. Elbette bugünkü sohbetin temisi İzdiniş ve hayat. Bu başka köprek vakitte kandak kılıp iş izlep tepip cemiyetki mahsul iş hakkında köprek toxtaldık. İzdilik tikleş, karxanı başkuruş bu ayrım bir mazmun, ayrım öz aldığı bir tema. Bugün kısta kandak kılıp işini başarılı bulduğu hakkında sözleştik. Hakiki karxanı başkuruşun ki tertipleri hakkında menimce fırsat olsa muvaffak payette toldaşlarla başka muhitte parakmış kıldı. Yuqorida iyilik tiklashning yo'llari haqida so'zlab kelayotib, market to'g'risida to'xtalib qoldingiz. Unda bo'lsa mushbirsa sizni so'ragan bo'lsam,
Şu buğda degan so'zningki kelib chiqish tarixi va ahamiyati to'g'risida turdashlardan qisqacha bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Buğda ismining quyilishida dastlabki vaqtda biroz tasavvur beraylik. Dastlabda ambulatoriya qurgan vaqtimizda shu Urumchidagi Abdullayev xalq doktorxonasining oldi tarafidagi buğda yo'lninki endi to'qim. Shuning uchun buğda degan buğda ambulatoriyasiga atma qo'ygan. Ammo buğdaning taraqqiy qilishiga ergishib biz bu atalg'uninki bizga intayin mos qilgan uzoq mezgillik bir markaning yordamida qimmat yapılan büyük bir atalg'uchilikni his qildim. Chunki oldindan Uyg'urlarning madaniyatida buğda cho'qqisi bir yuksaklik, bir mazmunlik, bir xil ishonch. Biz buğda atalaymiz. Bir xil mehribonlik, bir xil ig'ulush, bir xil yo'llangilik bo'lgan undaq bir tuyg'uni berdi. Bu xil tuyg'u amaliyotda bizning butkul madaniyat hodisimizda intayin muhim bir hadis bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun biz bundan to'liq suyundik. Shunday bir qatni xatolik qilganmiz. Undan keyin buğda hanzucha o'rigan vaqtimizda balqida deb hanzucha ma'no tushuntiradigan shunday bir ilm fanning yuqori ballistikda yetishdan iborat bir g'oyani uqtiradigan bir vatni oldik. Hanzuchimi inglizchimi buğda desa yaxshi anglandi. Boshqa tillardami oson tushdi, odamning oson esida qoldi. Boshqa kishilar deb bilsakmi Şinjanning shunday bir aqcho'qqisi varmış, aqcho'qqisini aytdi desak. Biz keyingi vaqtda buğda markasi bilan bizningki buğdaninki korxona madaniyatining intan zich holda birlashtirdik. Masalan, bizningki maxsus buğdaninki buğda marshi bor. Buğda marshining boshlanishi baş misrasida aytdik gapda. Buğda cho'qqisi mayli so'qsimu shiddatli bo'ron. Tomuz va yoki qarmuz yig'ilgan. Üstüde qarlar, ostida gullar, buğda cho'qqisi tik turar hamon. Bu biz buğdalarning bir o'yimiz. Birlashtiradi. Undan boshqa buğdaninki korxona belgisi. Logo. Da biz ichiga inglizcha buğda degan xatimizni bizningki buğdaning boshlangan vaqti 1997-yilda sirtga hanzucha balqinagan Uyg'urcha buğda doktorxonasi buğda hospital degan xatlarni yozib, uni nurg'un murakkab ma'nolardan tushundirdik. Bu bir teleskopning atrofi, teleskop orqali qaragan vaqtda buğdadan iborat bu cho'ng B va D'ninki birlashishi buğda cho'qqisiga baş holatda dastlab turgan buğdaning uchuq tayyorlanganligi, buğda cho'qqisidan iborat büyük keng bizni yarab turgan buğda ilgili talabisi ana shunday bir buyukligiga uning rangi masalan qora, oq, ko'k uch xil bo'ldi. Hatta buğdaning ichidagi turoqlardan tortib, buğdaning ichidagi umumiy bizlishdan tortib, boshdan oxir ana shunday buğdadan iborat bir markaga birlashib ketgan bo'ldi. Hozir bizningki buğdalarning qaysi doktorxonaga borsak, o'xshash bir manzara, o'xshash bir holat, mayli kim kelsak bo'lsin, mayli bizningki belgilarimiz bo'lsin, ko'p bo'ldi degan qatni. O'g'il hadise bir tarafdan biz buğdalarda bir xil faxrlanish tuyg'usi, har bir buğda xodimida bir xil ashnaga bo'lgan bir hurmat, bir xil yiqish, shu xizmatlarga muloqot qilgan vaqtda mening har bir harakatim, har bir so'zim, har bir faoliyatim shu markaga mos kelish kerak, shu xil buyuklikka uyg'un kelish kerak degan bir xil ishga uyg'un paydo qilish. Ikkinchi bir tarafdan bizning xaridorlarimizda, ijtimoiy jamoatda asta-asta bu xil anglabiyatni ketmoqda, sinalari belgisiga o'xshash bu xil asta-asta ijtimoiy shakllanadi. Shuning uchun biz hozir 15 yilga yaqin mahsuot qilish jarayonida uni beo'xsham bo'lgan bo'lgan narsamiz. Asta-asta tushunib o'rganish jarayonida bag'ancha takomillashtirib, mukammallashtirib, boshqa mukammal korxonalarningki davlat atlagan xalqaro cho'ng korxonalarning nima uchun shunday qilganligini, nima uchun bunday qilmaydiganligini asta-asta tushungandan keyin biz asta-asta shuni yaqinlashtirib mahsuot qilib ketyapmiz. Shuning bilan bu holat kelgusida buğda degan ism mayli biz millat orasida anglansin, boshqa yerda anglansin, mayli nerda anglansin, shunday qilib sistemasi munosabatlik, bo'libmi arlik-shunoslik munosabatlik, kimliklik mulozimat bilan shug'ullanadigan sog'lom ayol, muhabbatlik oiladan iborat mana shunday bir nishonga ilgirlab ketayotgan bir to'p kishilar yoki bir buyuk muqaddas bir korxonani tushuntirgan bir muhim ham oddiy ham jarongli
bir belgiga aylanğысы. Şunun için burada Marks'niki bizga o'shunda nesib bo'lishini bizning barliq hozirgacha bo'lgan izdinishlarimiz, tirishchanliklarimiz ichidagi eng muhim erishgan g'alabalarning birisi deb qaraymiz. Rahmat Erkin aka, oxirida sizningki bundan keyingi arzu nishoningizni anglab baqqan bo'lsak, shundaqla turdoshlarimizga bo'lgan yurak tizgingizni anglagan bo'lsak bo'pti. To'g'ri. Menimki bugungi kunda albatta insonning yanında shu ikkisini yig'sak shu bir ish, birisi shu arlishunoslikdan iborat shu ilmni tadqiqot, klinik ishlatishchanlik va uningki munosib tarbiyalash faoliyatlarini adoqchi etib berish. Shundoq bir ilmiy xizmat orqali o'zning o'rnini ustun ko'tarish, xalqaro millatning yuzini yo'q qilish. Hozirning o'zidami mamlakatlik arlishunoslik jamiyatida tegishli o'rin olib, biz o'tirib qo'ygan shu jinsiyat psixikasi haqidagi yeni hukm, yeni tushunchalar hozir insoniyatniki shu sohadagi bir qism bo'shlig'ini to'ldirish yuzasidan ilgirlatmay oladi. O'ziz qilishdagi imkoniyatlar, o'zim qilishdagi imkoniyat muhim g'oya. İkinci bir çeteğinin muhimi hem de burada hazır teşkilinip 340'dan artıq hizmet çıkardım. Bir baş organ, 6 tarmaq doktorxanadaki bir torlaşqan, bir guruhlaşqan, davalaş şundaq bir organa aylandı. Bu organını qandaq qilib, texnini sağlam, texnini qavul alda taraqqi qildırıp, zamandaşlarımızga münasip ihtiyaç ve bimarlığa hizmet kılış iqtidarını üstün götürüş ve o'xshash şu yolunda milletninki mühim bir zamanға layık qaraganız bilen milletnin yüzünü üstün kılış, yaşlarımızga bir taraqqi kılış, yaşaş sahnesi hazırlap beriş, avlatlarımızga şu yosunun bir mühim bir emnize, bir ilk kaldırış. Turdashlarga deydigan yurak so'zimizni qo'yardim biri chiqdi do'q. Oxirida agar bir yig'iz gap bilan xulosalaydigan bo'lsak, menimcha har bir odam o'ziga xos hech kimga o'xshamaydigan shu jahonda o'ziga xos bir qimmat egasi. Odamning shu dunyoga yorilishi, atrofidagilarning oldida, shu jahonda, shu dunyoda boshqalarga tegishli turtkusini qo'yish uchun cho'qim qo'sha oladi. Her bir adam o'ziga xos ulug' bir g'oyaga, ulug' bir nishonga ega. Shu nishonga yetadigan yo'l nerede desek, qadrimizning ostida. Biz o'ylab o'ltirganga, osmon qarab o'ltirganga bu yo'l echilmaydi. Biz o'rnimizdan qotib, g'ayrat shijoat bilan, sagahlik bilan oldimizga qarab bir qadamdan manga vaqtimizda ondan keyin yo'l nima ishdan shakllangan. Ondan keyin biz o'z g'oyamizga qarab borgancha yaqinlashgan bo'lamiz. Hayot qisqa desak qisqa. Qisqa emas desak u ancha qisqa emas. Biz hayotning har bir daqiqasida, har bir minutida o'zimizning ahamiyatli emgaklar orqali manbayatında etken o'xshash yolg'iz bugun emas, hayot uchun foydali bo'lgan ahamiyatli emgaklarimiz orqali odatdagi odamlarning aqli yetmaydigan va yoki o'ylab o'tirganda joyimizda o'tirib boshqa vaqtimizda o'zimizning aqli yetmaydigan mahsulotlarni natijalarni qo'lga keltirishimiz mumkin. Bizda bir yig'iz gap bor. Ko'z qo'ygancha qo'l botir deydigan. Biz cho'qim botirlik bilan oldimizga qarab minishni, mayli o'zimizning shaxsiy safosini üstün götürüş jihatdan bo'lsin, mayli bir xizmat to'shqisini egallab boshqalar bilan hamkorlashib o'z qudratimizni namoyon qilish bo'lsin, mayli men bayda o'tgan o'xshash igilik yaratib bir to'p odamni boshlab qudratli bir suran navbatgan bir zo'r qo'shinni boshlab hozirgi insoniyatdagi shundoq bir musobaqaga, shundoq bir hayot raqobatga qatnashish jihatdan bo'lsin, bizning hozirgi yoshlarimizni cho'ng umid bor. Hozirgi yoshlarimiz shu jihatda texnik cho'ng ishlarni qiladiganligini ishonman. Masala bizning o'ylab yetolmasligimizda, masala bizning o'ylashga jur'at qilmasligimizda, masala bizning o'ylagan narsalarimizni bir qadamdan bir to'shqadan ishga oshirishga tutinmaganligimizda. Shuning uchun bayda o'tgan gap to'g'ri nishonni belgilab, to'g'ri usulda oldimizga qarab maqsaqla, mo'jiza bo'lgan bu dunyo har bir odamga o'zining aqli yetmagan darajada mo'jizalarni ato qilish mumkin.
qadrli ko'ruvchilar, izdinish va hayot temasidagi bu qadimgi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Oxirida doktor Erkin Hashimning teniga salomatlik, ishlariga o'ngishlik tilaymiz. Shundaqla buningdan keyingi kasbiy hayotining texmo ma'nilik o'tishiga chin dilimizni tilaklarni bildiramiz. Ko'ruvchi do'stlar, kelarki programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha salomat bo'linglar. Xayr xo'sh.